Bu ham xuddi shunday pedagogika yo'nalishi bo'yicha 13.002 ta'lim va tarbiya nazm metodika texnika fanlari bo'yicha ixtisoslik shifri Sharof Faroq Furqat o'g'lining oliy va professional ta'lim usulligi muhitida sun'iy intellekt vositasida texnik sohaga oid fanlarning o'qitish metodikasi mavzusi bo'yicha bajargan ishi. Dissertatsiya Buxoro davlat universitetida bajarilgan. Pedagogika ilmiy rahbari pedagogika domla Sidiqova Sadoqat G'afurovna. Bu yerda xuddi shunday Baxtiyor aka, Zumlansha ustozlar oliy attestatsiya komissiyasidan xuddi shunday ikkovlariga birga biz ruxsat olganmiz. Uyg'unjon men buni o'qib beraymi yo shart emasmi? Shart emas, chunki ikkovlariga birdaniga o'sha oliy attestatsiya tomonidan xat kelgan, yo'nalish kelgan, mana qarorlari ham bor. Demak, rasmiy abonentda oliy maktabning bosh sharof pedagogika fanlari doktor ixtisosi shifrlari 13.001. Ikkinchi rasmiy Buxoro davlat universitetidan o'qishi ilmiy kengash ilmiy kengash a'zosi. Ikkinchi rasmiy abonentimiz Ibragim Ulug'bek Murodullayevich pedagogika fanlari bo'yicha doktor falsafa ixtisosi shifrlari ishida ishtirok etyaptilar. Yetakchi tashkilot Samarqand davlat universiteti. Demak, dissertatsiyaning talabgorning me'yoriy hujjatlari bilan tanishish uchun so'z ilmiy kotib Azim To'rqich Oltiyevga. Mana. Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi Sharof Farruh Furqat o'g'li to'g'risida ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Sharof Farruh Furqat o'g'li 1995-yil 11-oktyabr sanasida Buxoro viloyati Shofqon tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy. 2016-2020-yillarda Buxoro muhandislik texnologiya instituti gaz ta'limi, neft, gaz, kimyo sanoat texnologiyasi ta'lim yo'nalishini tugatgan, bakalavr darajasini egallagan. 2020-2021-yillarda Buxoro neft va gaz sanoat kolleji o'qituvchisi. 2021-2023-yillarda Buxoro muhandislik texnologiya instituti neft va gaz konlari mashina va jihozlaridan foydalanish mutaxassisligi magistratura darajasini o'qib tamomlagan. 2023-2025-yillarda Buxoro neft va gaz sanoat kolleji bosh usta lavozimida, 2026-yildan hozirga qadar Buxoro davlat texnika universiteti ofis registratori xizmat ko'rsatish bo'lim boshlig'i lavozimida ishlab kelmoqda. Mehnat staji 6 yil, shundan pedagogik staji 5 yil. Oilali 3 nafar farzandning otasi. Dissertatsiya mavzusi oliy va professional ta'lim uzulligi muhitida sun'iy intellekt vositasida texnik sohaga oid fanlarni o'qitish metodikasi ilmiy rahbari pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Sidiqova Sadoqat G'afforovna. Dissertatsiya ishi Buxoro davlat texnika universitetida bajarilgan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 23 ta ilmiy ish chop etilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 10 ta maqola, jumladan 7 tasi respublika va 3 tasi xorijiy jurnallarda nashr etilgan. Mazkur tadqiqot natijalari 8 ta xalqaro va 2 ta respublika ilmiy amaliy anjumanlarida muhokamadan o'tkazilgan. Dissertatsiya ishi Buxoro davlat texnika universiteti metrologiya va standartlashtirish kafedrasi kengaytirilgan yig'ilishida 8-noyabr 2025-yil Buxoro davlat texnika universiteti qoshidagi ilmiy texnika kengashida 22-yanvar 2026-yil Buxoro davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarda 31-mart 2026-yil muhokama qilinib, himoya uchun tavsiya etilgan. Sharof Farruh Furqat o'g'li 13.002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi fanlaridan malaka imtihonlarini topshirib quyidagi baholarni olgan. Chet tili ingliz tilida 74 ball, ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi 82 ball, mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi fanidan 75 ball, pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat fanida 76 ballga, pedagogika nazariyasi va tarix fanida 78 ball to'plagan va buni tasdiqlovchi guvohnomalari mavjud. Sharof Farruh Furqat o'g'li ilmiy tadqiqot natijalarini Buxoro davlat texnika universiteti, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Jizzax Politexnika institutlarida joriy etgan va amaliyotga tatbiq etish to'g'risida oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlar markazi tomonidan ma'lumotnoma olingan. Sharof Farruh Furqat o'g'lining falsafa doktori dissertatsiyasi himoyasi haqidagi e'loni Oliy attestatsiya komissiyasi veb-saytida 13-may 2026-yil, dissertatsiya avtoreferatini Ziyonat axborot ta'lim portalida 21-may 2026-yil,
O'zbekiston Milliy axborot agentligining veb-saytida 22 may 2026 yil e'lon qilingan. Sharof Farruh Furqato'g'li tomonidan 13.0002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun nizom asosida talab qilingan hujjatlar ilmiy kotibga topshirilgan. Talabgor to'g'risidagi ma'lumotlar shulardan iborat. Marhamat, ilmiy kotibga talabgorning me'yoriy hujjatlari bo'yicha savollar bormi? Tushunadimi? Marhamat, o'tiring ustoz. Endi so'zni dissertantga beramiz. Xo'sh, Farruh Furqato'g'li, marhamat, dissertatsiyangizni qisqacha ma'lumot mohiyatini tushuntirib berdi. So'z sizga. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli a'zolari, ustozlar. Ruxsatingiz bilan 13.0002 ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi texnika fanlari ixtisosligi bo'yicha, ya'ni oliy operatsion ta'lim uzviyligi muhitida sun'iy intellekt vositasida texnik soha fanlari metodikasi mavzusidagi dissertatsiya ishimizning taqdimotimiz mazmuni bo'yicha qisqacha tushuntirib o'taman. Ilmiy rahbarimiz pedagogika fanlari falsafa doktori Siddiqova Sadoqat G'aforovna, PhD dotsent. Dissertatsiyamizning ya'ni mavzusi dolzarblikdan kelib chiqib, biz bilamizki, hozirgi kunda ya'ni jahon miqyosida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadal sur'atlarda rivojlanishi, ya'ni ta'lim tizimida tub sifat o'zgarishlarini taqozo etmoqda. Ya'ni xususan texnik sohaga oid, ya'ni texnik sohaga oid mutaxassisni tayyorlashda bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni shakllantirish, oliy va professional ta'lim tizimida ya'ni uzviylikni ta'minlash, ta'lim mazmuni va metodikasini uyg'unlashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan strategik, ya'ni amaliyotda ya'ni joriy etilganligi, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt vositalarini o'quv jarayoniga keng joriy etish ustuvor vosita sifatida belgilab o'tilgan. Jumladan, sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayoniga shaxsga yo'naltirish, moslashuvchanlik, o'qish modellarini yaratish va oliy va professional ta'lim uzviyligi muhitida sun'iy intellekt vositalaridan ya'ni yaxlit tizimli va ilmiy asoslangan metodik yetarli darajada ishlab chiqarilmaganligi tadqiqot ishimizning dolzarbligini belgilab beradi. Quyidagi me'yoriy hujjatlar ishimizning asos bo'lib xizmat qiladi. Jumladan 2025-yil 22 oktyabrdagi sun'iy intellekt texnologiyalarining yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2024-yil 26 oktyabrdagi ya'ni kasbiy ta'limni malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi va shu bilan bir qatorda 2021 yil 17 fevraldagi sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorlari ishimizda yana olib borishda me'yoriy huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Endi olib borilgan tadqiqotimizda, ya'ni tadqiqotning dolzarbligidan kelib chiqib, ya'ni ko'rib turibsizki, tadqiqotimizning maqsadi, ya'ni oliy va professional ta'lim uzviyligi muhitida sun'iy intellekt vositasini, ya'ni texnik sohaga oid fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirishdan iborat. Ya'ni tadqiqotimizning obyekti sifatida esa sun'iy intellekt vositasida oliy va professional ta'lim texnik sohaga oid fanlarni o'qitishning pedagogik jarayoni tanlab olingan. Shu bilan bir qatorda, ya'ni oliy ta'limdan 348 nafar respondent, professional ta'limdan esa 245 nafar respondent ta'lim olingan. Shu bilan umumiy miqdorda 593 nafar respondent tajriba uchun nima qilib olingan. Respondent sifatida qabul qilib olingan. Tadqiqotimizning predmeti, ya'ni oliy va professional ta'lim texnik sohaga oid fanlarni o'qitishning ya'ni vositasi, shakli, metodlari ko'rsatilgan. Ya'ni vositasi, ya'ni sun'iy intellekt asosidagi dasturlar, o'sha yerdagi komponentlar, o'sha yerdagi ta'lim jarayoni simulyatsiyalar va biatringa ko'rsatilgan va shu yerdagi shaklari, metodlari ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni dissertatsiya tadqiqotimiz yuzasidan olib borilgan ya'ni ilmiy ishlar o'rganildi va tahlil qilindi va o'rganib chiqilgan olimlarimizdan, ya'ni kasbiy ta'limni rivojlantirish, ya'ni kasb ta'lim takomillashtirish masalalari bo'yicha Jo'rayev, Hajiboyev, Inoyatov, O'rinov, Olimov, To'xtayev va Samiy va Murod va ustozlar va shu bilan bir qatorda ta'lim jarayonida kompyuter texnologiyadan foydalanish bo'yicha esa Abduqodirov, Begimqulov, Hamidov, Hikmatllayev, Murodov va Sariyev, Zaripov va Sharipov ustozlar, MDH olimlaridan Galperin, Vezirov va Gershunskiy, Gajayeva, Magomedova
va xorijiy davlatlarda ya'ni olimlarimizda esa Charles John David Sneden kabi ustozlarni olimlarni ishi o'rganib chiqildi va tahlil qilib chiqildi. Ya'ni tadqiqotimizning vazifasi, ya'ni tadqiqotimizning birinchi vazifasi, ya'ni oliy va professional ta'lim uzviyligi muhitida sun'iy intellektdan foydalanib texnik soha yutuqlarining o'qitishning muammolarini aniqlashtirishdan iborat va tadqiqotimizning ya'ni ilmiy yangilik, ya'ni vazifasidan chiqib ilmiy yangiligimiz oliy va professional ta'lim uzviyligi muhitida sun'iy intellekt yordamida texnik fanlarni o'qitishning mavjud pedagogik muammolarini, ya'ni ta'lim metodikasini takomillashtirishning zamonaviy shart-sharoitlari hamda o'quvchi va talabalarning texnik kompetensiyalarining samarali shakllantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar aniqlashtirib olingan. Tadqiqotimizning amaliy natijasi sifatida ko'rishingiz mumkinki, ya'ni o'quv adabiyot nashr guvohnomasi hamda neft va gazni qayta ishlash kasb yo'nalishi bo'yicha o'quv dasturlari ya'ni takomillashtirildi va har bitta mavzularga sun'iy intellekt mavzulari kiritib o'tildi va tuzuvchilarga ya'ni 2015-yilda ushbu o'quv dasturi tasdiqlandi va tuzuvchilarga o'zimizni ham ismimizni kiritilib hozirgi kunda o'quv dasturlariga biz tomonidan berilgan mavzular o'quvchilarga o'tib kelmoqda va shu bilan bir qatorda neft va gazni qayta ishlash texnologiyasi bo'yicha ya'ni o'quv nashr guvohnomasi ham olingan. Yana shu tomonda aniqlangan bir qancha muammolar va qiyosiy yechim sifatida bittasini ya'ni misol tariqasida ko'rsatib o'tmoqchimiz. Ya'ni bizniki ya'ni oliy va professional ta'lim o'rganlik uchun ya'ni oliy va professional ta'lim muassasalarida ya'ni kasbiy kompetensiyalarni ya'ni rivojlantirishga, ya'ni ularni moddiy texnik bazani ya'ni raqamlashtirish texnologiyasi kiritish lozimligi ko'zda tutilgan va buning yechimi sifatida biz ya'ni texnik sohaga oid fanlarni ya'ni o'qitish uchun xonalarni internet bilan ta'minlangan sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan boshqaruv texnologiyalari va o'quv modullariga integratsiya qilish, big data qo'llanilgan dasturlar ta'minotida yechim sifatida ko'zda tutilgan. Va yana ikkinchi muammo sifatida aytganimiz, ya'ni texnik sohaga oid fanlarni ya'ni o'quv mashg'ulotlari, ya'ni o'quv amaliy mashg'ulotlariga amaliy ko'nikmaga ega bo'lish uchun ya'ni simulятsion treninglar, 3D modellar va interaktiv platformalarning tavsif muhit yaratish ko'zda tutilgan. Va qiyosiy yechim sifatida esa texnik sohaga oid fanlarimizni ya'ni virtual laboratoriya va sanoat simulyatsiyalarini o'quv jarayoniga kiritishni yechim sifatida ko'rsatib o'tganmiz. Tadqiqotimizning ikkinchi vazifasi, ya'ni tadqiqotimizning ikkinchi vazifasi texnik fanlarni o'qitishda sun'iy intellekt vositalarining funksional imkoniyatini qo'llash asosida o'quv jarayonini loyihalashning tashkiliy tuzmaviy modelini yaratish va vazifadan kelib chiqib tadqiqotning ilmiy yangiligi esa texnik fanlarni o'qitishda blending learning, aks fikr laboratoriyasi, smart modeli, edbreak va ekspert guruhlari metodlari yordamida o'quv jarayonlarini loyihalashning didaktik imkoniyatlari, ta'lim texnologiyasini qo'llashning tashkiliy tuzilmaviy va modeli ishlab chiqilgan. Tadqiqotimizning amaliy natijasi sifatida esa guvohnoma ya'ni olingan va metodik qo'llanma ishlab chiqilgan. Ya'ni net va gazni qayta ishlash texnologiyasi fonidan ChatGPT botdan foydalanish, ya'ni mashg'ulotlarni ChatGPT bot orqali tashkil qilish bo'yicha metodik qo'llanma ishlab chiqilgan. Texnik sohaga oid fanlarimizni ya'ni o'qitishda sun'iy intellektning o'quv jarayoniga qo'llash imkoniyatlari keltirib o'tilgan. Ya'ni sun'iy intellekt davomida biz tomonidan taqdim etilgan texnik soha uchun ya'ni qanday effekt bergan jarayonlarni o'rganishga va tahlil qilishda, reaksiya va jarayonlar dinamikasini o'rganishda, favqulodda vaziyatlarni boshqarishda, xavfsizlikni o'rganishda, amaliy mashg'ulotlar va tajribalarni o'tkazishda va jarayonlarni optimallashtirish va resurslardan samarali foydalanish uchun sun'iy intellekt bizga kerak bo'ladi. Shu bilan bir qatorda sun'iy intellekt orqali ya'ni vizuallashtirishni ko'rsatganimizda, vizuallashtirish orqali nimaga erishiladi? Bilamizki, texnik sohaga ayrim ko'zga ko'rinmas, ya'ni detallarimiz bor, ya'ni xavfli hududlari bor, shu hisobga ya'ni ko'z bilan ko'rinmaydigan, ya'ni vizuallashtirishni biz net va gazni qayta olishga, net vizuallashtirish olganimizda, ya'ni bu nimaga erishiladi? Vizuallashtirish orqali texnik sohaga oid amaliy ko'nikmalar shakllanishiga, reaksiya tezligi, harorat, bosim, ularning jarayonga ta'sirini kuzatish mumkin va jarayonlarda sodir bo'ladigan qizdirish, sovutish kabi amallarni ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va shu bilan bir qatorda optimal sharoitlarni aniqlashtirish, o'zgarish natijalarini ta'sirini o'rganish mumkin. Tadqiqotimizning 3-vazifa sifatida ko'rsatilgan, ya'ni oliy va professional ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt simulятsion laboratoriya, virtual laboratoriya muhitida o'quvchi va talabaning texnik kompetensiyalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirishga belgilab olganimizda, ilmiy yangilik sifatida esa tadqiqotning ilmiy yangiligi oliy va professional ta'limda sohaga oid fanlarni o'qitishda sun'iy intellekt simulятsion laboratoriya va sun'iy intellekt va VR treninglar simulyatsiyalarini qo'llash orqali o'quvchi va talabalarning texnik kompetensiyalarini shakllantirish metodikasi va ta'lim jarayonini vizuallashtirishga ustunlik berish asosida takomillashtirib olingan. Shu bilan bir qator tadqiqot amaliy natijasi sifatida esa net va gazni qayta ishlash texnologiyasi fani bo'yicha ya'ni raqamlashtirilgan texnologik o'quv qo'llanma va ruxsatnomasi olingan. Ya'ni sohaga oid fanlarimizning, ya'ni sohaga oid fanlarni o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish yo'nalishlari
ko'rsatib o'tilgan. Bu yo'nalishda ya'ni biz tomonidan vizuallashtirishga erishilgandan keyin ya'ni laboratoriya ishlarini avtomatlashtirishimiz mumkin, xavfsiz muhit yaratishimiz mumkin, cheklovlarsiz amaliyot va realistik modellashtirishga erishishimiz mumkin. Ya'ni har bittasida to'xtab o'tadigan bo'lsak, ya'ni laboratoriya ishlarini avtomatlashtirish bu nima degani? Ya'ni virtual laboratoriya orqali texnik sohaga oid fanlarimizni, ya'ni o'qitishlar laboratoriya ishlarini, neft va gazni qayta ishlash yo'nalishida ya'ni o'zimizni simulyatsiyani qo'llab avtomatlashtirishga erishishimiz mumkin va xavfsiz muhit yaratish deganimiz. Bu degani biz tomonidan yaratilgan vizuallashtirish, video ijodiy treninglar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni insonga ta'sir qiladigan omillarni oldini olish uchun ya'ni o'sha neft va gaz korxonalarga borilmaydi, o'sha yerda bo'ladigan nimalarni takror ya'ni xavfsiz muhit, ya'ni xonada o'sha maxsus jihozlangan infratuzilmaga ega bo'lgan xonada qayta qilish imkoniyati ega bo'ladi. Ya xuddi shu bilan bir qatorda cheklovlar amalish ham xuddi narsani shu natijani beradi. Endi bizga vizuallashtirish deb aytamiz. Vizuallashtirish uchun bizga 3 ta sun'iy intellekt dasturlari kerak bo'ladi. Ya'ni birinchisi bu Sloyd dasturi hisoblanadi. Sloyd dasturi orqali, ya'ni biz matn asosida biz neft va gazni bilamizki, ayrim tushunchalar bor, ayrim detallar borki, ko'rish imkoni mavjud emas. Xuddi shu ko'rish imkoni ma'lumoti bor, lekin o'quvchiga tushunarli qilib yetkazish uchun bizga o'zi 3 ta dastur kerak bo'ladi va bu dastur asosida ya'ni matn berasiz Sloydga. Biz uchun faqat neft va gazni misol qo'yganimizda, misol uchun neft zavodi uchun kerak bo'ladigan nasoslar, quvurlar, silaslar, edukatsion kolonlar bo'lishi mumkin. Xuddi shu narsani faqat sharhini beramiz. U siz bergan matn asosida sizga 3D modellarni avtomatik tayyorlab beradi. Ya ikkinchisi Invert, ya'ni sun'iy intellekt dasturi bu ikkinchi nima qiladi? Ya'ni vizuallashtirish uchun sun'iy intellektda interaktiv operativ ishlar vazifalarni bajaradi. Bunda misol uchun knopkani bosing yoki o'sha nasos yoqing, tugating, xuddi shu holatlarni zadana berish uchun ikkinchi dastur kerak bo'ladi. Va uchinchisi bizga simulyatsiyani, sharoitni, atrof muhitni to'g'ri olib berish uchun, ya'ni Skybox AI, ya'ni sun'iy intellekt zavodning yoki o'shaning 360 gradusdan panoramasini 360 gradus olib berib, sizga zavodning muhitini yaratib beradi. Xuddi shu ma'lumot zavod hududidagi keladigan foto yoki o'sha yerdagi real qilish kerak bo'lgan narsalarni vaqtni tejash uchun bizga 3 ta dastur orqali biz natijaga erishishimiz mumkin. Sun'iy intellekt vositalarini oliy va professional ta'limda, ya'ni o'sha sohaga oid fanlar o'qishning integral metodik modelini ishlab chiqamiz. Biz ko'rib turganimiz modelimiz 7 ta bo'limdan iborat. Ya'ni birinchi bo'limiz, ya'ni birinchi maqsad o'tadigan bo'lsak, maqsadimiz ya'ni sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda ya'ni jarayonlarni xavfsiz olib borish, ya'ni xavfsiz virtual simulyatsiyon muhitda modellashtirish, sohaga oid fanlarni o'qitishimizning metodikasini takomillashtirish va samaradorlikni oshirishdan iborat. Va shu bilan bir qatorda 7 ta bo'lim, birinchi qism talab bo'lgan vazifa bo'limi, ikkinchisi didaktik shart-sharoitlar va shu bilan birgalikda ya'ni didaktik shart-sharoitlarda o'sha VR chatbotlar, gamifikatsiya o'yinlar, simulyatsiyalar, VR texnologiyalar, adaptiv baholash tizimlari ko'zda tutilgan va shu bilan 3-bo'lim modelimizning 3-bo'limida esa ya'ni sun'iy intellekt asosidagi interaktiv, ya'ni interaktiv o'qitish metodikasi ko'zda tutilgan. Bu metodikaning ichiga biz bo'limlarga ajratganimizda, bo'lib qo'yganimizda, ya'ni nazariy yondashuvlar, interfaol metodlar va innovatsion ta'lim ilovalari ko'zda tutilgan. Bu ilova hozirgi paytda ko'p o'qituvchilarimiz dastgo'ylarda foydalanadi. Kahodni bilamiz, o'sha ko'zda tutilgan quiz, o'sha yerda duolingo, bular har bittasi o'quv jarayonini rivojlantirish uchun, talaba o'quvchilarga ma'lumot yetkazib berish uchun ilovalarni ko'rsatib, sun'iy intellekt ilovalari va dasturlari ko'rsatib turilgan. Ya'ni 4-chi modelimizdagi 4-chi yana bilim esa texnik sohadagi ya'ni fanlarni sun'iy intellekt vositasidagi o'qitishdagi kadrlar salohiyati. Ya'ni kadrlar salohiyatimiz ham o'shadagi IT kompaniya bilan hamkorlik, ya'ni ko'rsatilgan big data dasturlarimiz hammasi bu hamkorlikda ko'rsatib o'tilgan. Va 5-inchisi esa sohaga oid fanlarni sun'iy intellekt vositasida o'qitishning metodik tamoyillarini ishlab chiqamiz. Bu ushbu tamoyil orqali 4 ta punktga bo'lganimizda u yerdagi infratuzilma, dasturiy ta'minotlar va sohaga oid fanlarning dars mashg'ulot o'tkazish jarayonlari va o'sha yerdagi biz tomonidan taqdim etilgan blended learning, expert bulut texnologiyalar ko'zda tutilgan. Va 6-bo'lim esa ya'ni sohaga oid fanlarni talabalar va o'quvchilarni ya'ni baholash mezonlari ko'rsatilgan, ya'ni baholash mezonlari kognitiv, vizual, professionalizm olingan va shu bilan birgalikda baholash darajalari adaptiv, progressiv, interaktiv qilib belgilab olganimizda. Va 7-bo'lim ya'ni ta'limimizning natijasi, ya'ni ushbu modelimizning eng oxirgi maqsaddan oxirgi beradigan natijasi, ya'ni sanoatda ishlab chiqarish jarayonlarida faolligi, raqamli innovatsion va kreativ yondashuvlarni qo'llay oladigan, kasbiy ko'nikma malakaga ega bo'ladigan yetuk muhandis va mutaxassis tayyorlashdan iborat. Tadqiqotimizning 4-chi vazifasi esa ya'ni o'quvchi va talabalarning texnik kompetensiyalarini, ya'ni shakllantirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish, samaradorligini baholash mezonlarini ishlab chiqishda olganmiz va tadqiqotimizning ilmiy yangiligi sifatida ya'ni o'quvchi va talabalarning texnik kompetensiyalarini shakllantirishdagi sun'iy intellekt texnologiyadan foydalanish va samaradorlik ko'rsatkichlari adaptiv, progressiv
va interaktiv baholash mezonlar asosida ishlab chiqilgan. Pedagogik tajriba sinov ishlarini interaktiv, ya'ni hamkorlik asosida tanlangan ta'lim yo'nalishlari mavjud. Ya'ni ushbu ta'lim yo'nalishlaridan misol Qorador texnika universiteti, Zafar texnika instituti va Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti olingan va ushbu 3 ta oliy ta'lim muassasalaridan ya'ni 348 nafar respondentlar tanlab olingan va tajriba sinovi o'tkazilganda va ikkita guruhga bo'lingan tajriba bo'lishida tajriba oxirida ikkita diagramda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni tajriba guruhlar, tajriba sinov guruhlarida va nazorat guruhlarida biz tomonidan ko'rsatilgan ya'ni metodikalar, tavsiyalar, shu yerdagi ismli intellekt dasturlari orqali o'tilgandan keyin tajriba boshida, tajriba oxirida ya'ni o'sishni ko'ramiz va shu o'sish davomida ya'ni har bitta o'zimizni rang bilan ko'rsatilgan yuqori, o'rta, past darajalari ya'ni yuqori ko'rsatkichni beryapti. Ya'ni umumiy misolda umumiy qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni oliy ta'limda o'tkazilgan tajribamiz 13% o'sishni ko'rsatdi. Pedagogik tajriba sinov ishlari, ya'ni professional ta'lim texnikumlarga ham olib borganmiz. Shu bilan birgalikda professional ta'limda 245 nafar respondent bilan tajriba sinov ishlari amalga oshirilgan va xuddi shu bilan birgalikda shu tajriba bo'yicha nazorat guruhlarimizda va tajriba sinov guruhlarida yuqori, o'rta, past ko'rsatkichlar bilan ya'ni tajriba bo'yicha oxirida ko'rib turganmiz. Faqat biz tomonidan qo'llanilgan metodikalar ishlab chiqilgan, berilgan tavsiyalar asosida qilingani 10% ga oshganligini ko'rish mumkin. Sun'iy intellekt va VR integratsiyasi, ya'ni savol-siyosat dars ishlanmalarini o'tkazishda o'tkaziladigan, ya'ni mashg'ulotlar o'quvchilar bilan baholash darajalarini 3 ga xuddi modelimizda ko'rdik, 3 ga bo'lingan, ya'ni adaptiv, progressiv, interaktiv. Ya'ni adaptiv, ya'ni o'quvchi va talabalarning bilim ta'lim jarayonida o'zlashtirish yoki maxsus fanlardan sun'iy intellekt vositasi orqali javob berishi, javob variantidan tuzishi yoki network sohasi bo'yicha sun'iy intellektdan foydalangan holda texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishni qo'llay olishi, ya'ni xuddi shu holat bo'yicha har bitta o'quvchini erishadigan natijalarga qarab adaptiv, progressiv, ya'ni ba'zi yuqori, o'rta daraja qilib olingan. Progressiv bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'quvchi talaba mavjud muammolarni o'qituvchilarning ya'ni qisman yordam bilan hal qila olish darajasi kuzatilgan va interaktivda esa bilimlarni faollashtiradi, masalalarni yechadi va o'sha yerdagi san'at jarayonidagi xavfsiz muhitni o'rganish bo'yicha o'zi xulosalarini va chiqarish olishlari kuzatilgan. Xulosa qismi o'tadigan bo'lsak, ilovalarimiz bor. Har bitta ko'rsatilgan blending yo'lning aksifika laboratoriyasi bo'yicha metodik qanday o'tkazishlar bor va oliy ta'lim tashkilotlaridan olingan talabalar va umumlashtiruvchi guvohnomalar olingan. Oliy ta'lim professional ta'limdan yana Adobe Education, yani Telegram bot ham ishlab chiqamiz. Yana bu Telegram botimizni yana faqat networkga tegishli, yana ko'pchilik boshida o'sha texnik seminarlarimizda ChatGPT bilan sizlarning ishlaringiz nima farqi bor degan paytda xuddi shu o'ylab Telegram bot ham yaratdik. Bunda misol uchun ChatGPT botga qanaqa turdagi savollarni beradigan bo'lsa, xuddi shu turdagi javoblarni beradi. Bizlar ishlab chiqqanimiz shu Telegramga o'quvchilarning bilimini o'sha olib borish uchun, ya'ni bunda ikkita nimada start berilgandan keyin har bitta o'quvchi o'sha guruh oladigan bo'lsa, kim bo'lib kirmoqchi so'raydi, talabami yo'q o'qituvchimi? Ya'ni ishlab chiqilgan. Keyin so'rayapti. Ya'ni qaysi ta'lim, professional ta'lim uchunmi, oliy ta'lim, ya'ni har bittasi bo'lingan. Uchun oliy ta'lim biladigan bo'lsa, networkga qayta ishlash texnologiyasi fan olyapmiz. Xuddi shu masalalarni beryapti. Nazariy topshiriqlari, amaliy test har bittasi ko'rsatilgan. Misol uchun menga nazariy topshiriq ber deyapti, birinchi yuklayapti, sizga birinchi mavzu bo'yicha, ikkinchi mavzu bo'yicha ma'lumot tarqatib beradi. Sizga endi tushunmaydigan, misol uchun ma'lumotni o'qigandan keyin qanaqadir savollar tug'ildi. Misol uchun hech qanday o'qigan bo'lishi mumkin, alohida o'qigan bo'lishi, o'qituvchidan o'zi qilgisi kelmadi. Aydan so'ra degan knopka bor. Ya'ni aydan nimani so'rash mumkin? Ay degan sun'iy intellektdan so'ra. Bu faqat sun'iy intellekt networkga yo'nalgan. Boshqa yo'nalishdagi savollarga javob bermaydi. Misol uchun O'zbekiston networkasidan xususiyat haqida ma'lumot berdik. So'rayapmiz, faqat tegishli ma'lumotdan beryapti. Endi uni sinash uchun yozyapman. Ob-havo haqida ma'lumot bering. Ya'ni bu sirasi botimiz javob beradi. Bu savol network mavzuga taalluq emas deb rad qiladi. Faqat o'zimiz belgilangan network yo'nalishi bo'yicha savollarga javob beriladi. Xuddi shunaqa Telegram bot ham yaratganmiz va o'sha raqamli ChatGPT bot bo'yicha targ'ibot ishlariga ko'rsatilganmiz. Har bitta nimalarni nima bo'yicha professional ta'limda ham ko'rsatib, tushuntirib qo'yganmiz. Rahmat. Demak, ilmiy kengash a'zolari talablar o'z taqdimotlarini tugatdilar. Endi savol-javob qismiga o'tsak, kimda savollar bor? Marhamat. Kengash a'zolari mana talablarni ma'rifati biladi. Manda bir necha savollar paydo bo'ldi. Birinchi savolim mana mavzu
oliy va professional ta'lim uzviyligi uyushida turkiy intellekt vositasidan texnik sohalarga fanlar. Mana ta'limda uzviylik bor, uzluksizlik bor. Shunga bir munosabat bildiring bu. İkinci savolu mavzudan mana sun'iy intellekt borda. Sun'iy intellektni taroziga qo'yingda yutuqlari nimada? Kendi nuqtalari nima? Shuni aytib qoldim. Bu ikkinchi savol. Uchinchi savol mana 7-chi betda, Abdurahimov 7-chi betda tashviqotga boshib ilmiy yangilikni bergansiz-da. Şu yerda ta'lim metodikasini takomillashtirishning zamonaviy pedagogik shart-sharoitlar diyor. Zamonaviy pedagogik shart-sharoitlar deganda nimani tushunasiz? Va oxirgi savolim hamda deyapsiz. O'quvchi va talabalarni texnika kompetensiyalarni samarali shakllantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar aniqlashtirilgan deyapsiz. Siz innovatsion yondashuvlar deganda qanday yondashuvlarni nazarda tutasiz? Shularni oldindan rahmat. Birinchisi oliy va professional ta'limda o'zbeklik deb aytilgan o'zbekchilik degan tushuncha bo'ladi. Biz bunda o'zimizdan olgan mavzu bo'lgancha oliy va professional ta'lim o'zbekligini nuqta ko'ramizda. Uzviyligini olganimiz o'zib ko'ramiz 2+2 dastur tutilgan. Hozirgi kunda 2 yil professional ta'lim o'tgandan keyin oliy ta'limga ya'ni 3-kursdan qabul jarayoni amalga oshyapti. Ya'ni xuddi shu biz tomonidan net va gaz qayta ishlash fanida yoki yo'nalish olganimizdan yuqori energetika net va gaz texnikumida xuddi shu kasb bo'yicha o'qitiladi. Shu kasb bo'yicha 2 yildan keyin ya'ni oliy ta'limga uzatiladi. Ya'ni shu yildan bizlar o'sha o'quv dasturlarini takomillashtirdik. Ya'ni bizlar birinchi o'rganib chiqqan payt dasturlarimizga oliy ta'lim bilan texnikumdagi dasturlari qaysi bir-biriga yaqin edi. Ya'ni mavzular bir-biriga yaqin oliy ta'lim bilan farzandlar bir-biriga ya'ni vazn jihatdan, murakkabligi jihatdan yaqin bo'lganligi uchun takomillashtirib olindi va 2 yildan keyin ya'ni keyingi dasturlarimiz 2 yilda boshlang'ich keladigan bo'lsa, 3-4-chi bizga oliy ta'limga keladigan bo'lsa, uni murakkablik darajasi yo'qotganligi uchun shu oliy o'rtasida ham uzviylik bo'ldi. Ya'ni 2+2 dastur bo'lganimiz navbat ko'rib shu murakkabroq mavzulardan bo'lsa shu mavzu qoladi. Ikkinchi sun'iy intellekt taroziga qo'yadigan bo'lsa yutuqlar bersa, ana bilamizki hozir har bitta yosh olim, yosh o'quvchi ko'pchiliklarda kompyuter texnologiyadan to'g'ri va oqilona foydalanish imkoniyatiga ega foydalanyapti. Ya'ni sun'iy intellekt bizga o'qituvchi uchun dars beradigan o'qituvchi yordamchi sifatida, ya'ni bu sizni bizni ishimizga qanday yordamchi bo'lishi mumkin deyish mumkin. Misol uchun qaysidir savollarga, misol uchun tekshirish berish mumkin, imloviy xatolarni tezkor ma'lumot almashinuv uchun bizga qanaqadir ma'lumot olamiz, lekin o'sha ma'lumotni baribir xulosasini tahlil eng oxirgi xulosasini o'qituvchi o'zi beradi. Bu bergan ma'lumotni 100% qabul qilmaymiz. Ya'ni o'zi uchun kerakli ma'lumot olinadi va tahlil qilgan payti o'qituvchiga sun'iy intellekt yordamchi vazifasini kerak bo'ladi. Biz uchun kerak eng kam 3 ta dastur bo'lgani bu sun'iy intellekt uchun, ya'ni matn asosida bizga 3D modellarni yaratib bergani biz uchun bu eng katta jihat hisoblanadi. Shuning uchun biz faqat olganimizni, dasturlarimizni ko'zga ko'rinmaydigan dasturlarimizni vizuallashtirish uchun shu 3 ta modelni, 3 ta sun'iy intellekt dasturlarini tanlab shu tasavvur qila oldik. Shuning uchun tarozi nuqtai nazaridan bizga o'zimizni o'sha videolarni qayta ishlash bo'yicha 3D'larni olishimiz uchun bizga juda yuqori yordam beradi. Uchinchisi savol so'z texnika tomonlari ham bor. Salbiy tomonlari so'z, ana misol uchun ChatGPT misolda beradigan bo'lsa, ChatGPT misol uchun beradigan bo'lsa, u shunday xususiyatga egaki, biz o'ylab chiqqan paytda u har bitta O'zbekiston bo'yicha, respublika bo'yicha, dunyo bo'yicha ma'lumotlarni tahrirlaydi, oladi-yu, o'zi xulosa qilib beradi. U o'zining tushunchasini kelgan holda xulosa beradi. Ayrim raqamlarda xato qiladi, ayrim olimlarni o'zidan aytadi. Bu ayrim gazetadagi ma'lumotlarni oladi-yu, ichini o'zi tahlil qiladi. Xuddi shu narsaga e'tibor bersa, bizga ma'lumotlarda, raqamlarda qayta nima qiladigan bo'lsa, shu tomonni mas qilish mumkin. Uchinchi savol esa texnik kompetensiyalarga deb aytilgan. Texnik kompetensiyalar nima uchun oldi? Zamonaviy pedagogik sharoitlar diyor. Zamonaviy pedagogik sharoitlar.
Rahmat so'z. Zamonaviy pedagogik shart-sharoit deganimiz biz bilamizki, turli tuman hududlarda modik texnik baza infratuzilma yaxshi yetarli bo'lmaganligi uchun bilamiz, oliy ta'limdan modik texnika yuqori bo'ladi. Ya'ni har bitta hududlarimizda modik texnika, ya'ni shart-sharoitlarni sun'iy telefonlar o'zi yaratiladi, axborot texnologiyalar har bitta o'quv-xonalarda, ya'ni o'qituvchi va o'quvchiga yetarli darajada shart-sharoitlarni kiritilganligi, o'shaning hisobidan pedagogik shart-sharoit, ya'ni o'qituvchiga turli dars o'tish jarayonida qiziqarli va infratuzilmalarni ishiga yetarli qilib bo'lganligini inovativ olib kiritganmiz. Va pedagogik shart-sharoitdan kelib chiqib texnik kompetensiya deganmiz. Deb aytibsiz, texnik kompetensiyani olganimiz, ya'ni neft va gaz sohasida bilasizki, har bitta detallar yoki keladigan rechkasi talonlar rus tilida bo'ladi. Ya'ni pasport ham rus tilida, ishlab chiqarish xususiyatlari ham rus tilida ko'rsatilgan. Buning ichidagi har bitta ma'lumotlar rus tilida bo'lganligi uchun bizga texnik kompetensiya kerak bo'ladi. Texnik kompetensiya deganda neft gazga tegishli bo'lgan, ya'ni texnik ko'nikmaga bo'lish uchun texnik lug'aviy so'zlar uchun texnik kompetensiya deb aytganmiz. Ya'ni neft va gaz sohasiga tegishli bo'lganligi uchun. Tamam. İnovatsion texnologiyalar. Innovatsiya Yerga savol borda. Mana ba'zi joyda innovatsion metodlar yo'qdir. Ba'zi yerlarda innovatsion texnologiyalar yo'qdir. Metod bilan texnologiyaning farqi nima? metod bu bilamizki aniq maqsadga yo'naltirilgan usul. Ya'ni o'qituvchi tomonidan o'tadigan aniq maqsadga yo'naltirilgan usul hisoblanadi. Metod ya'ni metodika, bu tushuncha bilan Texnologiya texnologiya o'qituvchi tomonidan darslar jarayonida turli xil texnologiyalar qo'llab o'tgan texnologiya. Metodlarning jamlanmasida metodlar samarador innovatsion texnologiya metod bilan texnologiya farqli. Ayni shunaqa teoriya deyapti. İnovatsion texnologiyalarga qanday texnologiyalar? Qanday kiradi? İnovatsion texnologiyalar yo'q. ya'ni innovatsion texnologiya deganda o'zimizdagi o'shadagi zamonaviy o'sha infratuzilmadagi mobil texnik bazalarni kompyuter raketa vositalar, o texnologiyalar o'qitishning innovatsion yangicha yondashuv. Kim savol? Marhamat. Mavzu o'ta to'g'rida bu kecha kunduzda sun'iy intellekt ta'lim jarayonida kirib ketgan ijobiy natijalarga ega Farruh Sharopovga aniqlashtiruvchi 3 ta savolim borda. Birinchisi, mana taqdimotda ham ko'rsatdingiz, avtoritetlar 6-betida bir qancha ustozlarni ilmiy ishlarini o'rgangansiz, yozgansiz bu yerda. Aynan sizni ilmiy tadqiqot ishingizga yaqin bo'lgan ish qaysi va farqi qayerda? Bu olimlardan kimlar sun'iy intellekt bilan ishlagan yoki raqamli texnologiyalarda ishlagan? Bu birinchisi edi. Ikkinchisi, ilmiy yangilikni, uchinchisida simulyatorlar haqida gapirgansiz. Simulyator keltirgansiz va treyning, sun'iy intellekt boshqa. Bu simulyatorlarni siz o'zingiz ishlab chiqdingizmi yoki bo'rini olib foydalandingizmi? Ikkinchisi, uchinchisi, oxirgi ilmiy yangilikda bir qancha sun'iy intellekt texnologiyalarini ko'rsatgansiz bu yerda, o'sha ChatGPT boshqa. Bu bir qancha sun'iy intellekt texnologiyalarini bir-biridan farqi bormi yoki bittasidan hamma ishni qilsa bo'ladimi yoki oddiy bir ChatGPTdan hamma ishni qilib bo'ladimi yoki albatta qayerdadir boshqasini yoki qaysidir jarayonda boshqasidan foydalanish kerakmi? Bu yerda 4tasini 5tasini sanagansiz ilmiy yangilikni oxirgisi. Rahmat. Savol uchun rahmat so'z. Sun'iy intellekt, ya'ni uchinchi savoldan bo'shadigan bo'lsam, hisobimizda uchinchi savoldan bo'shamiz. Sun'iy intellekt texnologiya bo'yicha bir-biridan farqi nima deb aytamiz? Bilamizki, sun'iy intellektni ana hozirgi kunda turli xil Gemini chiqib qoldi, Cloud chiqib qoldi, ChatGPT chiqib qoldi. Yana 3ta sun'iy intellekt bir-biridan mos farqlanadi. Taqdimot yasaydigan hujum sun'iy intellekt dasturlari bor. Ya'ni har bitta sun'iy intellektning o'zini moslashtirilgan dasturi bor. Ya'ni biz ishlab chiqqan dasturimizga, misol uchun ChatGPTdan qo'yishimiz mumkin. ChatGPT bizga faqat prompt yozib berish uchun xizmat qiladi.
ya'ni o'sha 3D modelini promptini ya'ni kodini yozib beradi. Shu kod asosida bu 3D modelni kompilyatsiya qilib boshqa dasturdan 3D model yaratishga xizmat qiladi. Ana 3 ta o'zi biz tomonidan berilgan o'sha slide, o'sha yerdagi invert, bu yerdagi beradiganimiz ular uchalasi 3 xil dastur. Misol uchun matnni birinchi dasturni misol uchun ko'rsatganimizda, ya'ni invert yoki o'sha yerdagi birinchisi Skybooklar matn asosida beradigan bo'lsa, bunisi vizualni panoramasini qilib beradi. Bunga matn yozib bersangiz, bu sizga nima qilib bera olmaydi. 3D model yaratib bera olmaydi, chunki uning xususiyati boshqa. Ya'ni 3 ta dasturning ham o'zining xususiyati bor. Ya'ni o'zimizga vizuallashtirish deganimizda o'zi O'shanga yozsangiz 3D modelni qilib ber desa qila olmayman deydimi? yo'q, bu ana o'zi savol berisizki, o'sha o'zingiz qilganmisiz, boshqalardan farqi degan paytda oddiygina misol uchun men bitta videosini vizuallashtirish qilganman. Ya'ni o'sha oddiygina matn berganman, SolidWorks ishlanmagan, Photoshopda ishlanmagan. Mana oddiygina redkaston kolonlar beradigan bo'lsak, buni faqat matnni beradi. Ya'ni buni chizganim yo'qmi? Ya'ni shu uchta ko'rsatgan dasturni menga berilgan har bitta detallarni har bittasini beradigan bo'lsa, xuddi shu dasturni menga 3 daqiqa ichida sizga o'shani daskanalni har birini beradigan bo'lsak, modelni chizib beradi. Qaysi dastur qilgan buni? Ana buni invert bilan qildi. Ya'ni o'sha birinchi matn asosida berilgan qiladi, tepaga chiqing. Xuddi shuni vizuallashtirish degan paytim, ana bu xuddi dasturni, ya'ni ana bu Skybook degani atrofdagi panoramasini taxlayapti. Ya'ni o'sha zavodni beradiganlar xuddi shu vizual ko'rish uchun, misol detal olishingiz mumkin, zavodning qaysi qismini berishingiz mumkin. Ya'ni o'sha bergan qismi vizualni bu yerda hech qanaqangi VR bilan yoki SolidWorks bilan hech qanaqa ishlanmagan. Oddiygina o'sha dastur bilan ishlangan, o'sha dastur bo'yicha qiyin ko'rsatib bermadigan amallarni matn asosida qilib vizuallashtirgan. Shuning uchun o'sha biz tomonidan taqdim qilingan 3 ta dastur ham xuddi shu natijani beradi. Xuddi shu hech qanaqa pullik emas, besplatni, faqat undan to'g'ri foydalanish kerak, to'g'ri ishlatib. Uchinchi savol, ikkinchi ilmiy yangilikda simulyatsiya bor degansiz, xuddi shu simulyatsiyalarni men nazarda tutganmiz, ya'ni har bittani bundan 5-6 yaratganmiz, endi o'sha uchun qisqa nima qilish uchun ikkitasi tashlab qo'yganmiz, lekin qiynalib, ya'ni o'quvchilar tomonidan berilgan qaysi narsani ko'rish bilan cheklangan narsani ham shu dasturda o'zida ham ko'rib turibdiki, o'zining nimasidan turibdi. Men Word'da bu qayta yasalgan dastur bilan endi ular o'zimdan chiqadi. Birinchi savol ustoz 6-betidagi qaysi ustozlarni ishini o'rganibsiz? Biz ustoz ana o'zimizdan boshda o'sha sanab o'tdikki, o'zimiz oldindan nima qiling, taqdimotimizga bir qancha olimlarning ishini o'rganda, o'zimizga misol uchun O'zbekiston olimlaridan ham Jo'rayev domlor, ya'ni Rauf Xolmurodov ishni oladigan bo'lsa, bu kishi kasbiy ta'limda, ya'ni nazariya uzluksizlikni, ya'ni ma'qul chiqqanlar xuddi shu bo'yicha o'tkazing. Endi o'tkazing. Ana bunda ham o'zimizni, ya'ni kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish uchun, ya'ni ish olib borgan ustozlarimiz ham o'zimizda muassasalarimizda ham universitetimizda ishlar o'zimiz ishlaymiz. Misol uchun Jo'rayev aytdik, ya'ni kasbiy ta'lim bo'yicha Olimov, ya'ni o'sha Samiyeva ustozimizni ham o'sha professional ta'lim bo'yicha o'sha nima bo'yicha olingan Murod va ustozlarimizning ishlari ko'rsatilgan. Har bittani kasbiy ta'lim bo'yicha qilingan ishlar alohida o'rganib chiqildi, axborot texnologiya bo'yicha qilingan ishlar alohida o'rganib chiqildi va jamlanmasi hisobida sun'iy intellektni nomlab o'zimiz ishimizda yangicha boshqacha qilib olib bordik. Cho'rni savollar yana. Marhamat. Shahnoz Hikmatullo, so'z sizga. Mumkinmi? Dozor bo'lganligi sababli savollar ham to'pladi. Menda ham ikkita aniqlashtiruvchi savol bor edi. Birinchisi, tadqiqotning ilmiy yangilikda, uchinchi ilmiy yangilikda aytib o'tilgan o'sha Simlab bu tizim trening simulyatsiya. Ana shu tizimning pedagogik ahamiyati nimada? Birinchi savol. Ikkinchi savol, modeldan, aynan modelda bitta aniqlashtiruvchi savol tug'ildi. Aynan model qismida siz sohaga oid fanlarni sun'iy intellekt vositasida o'qitishning metodik tamoyillarini ko'rsatib o'tgansiz. O'sha metodik tamoyillarda 3 ta o'qitishning shakli, yakka, guruhli va jamoaviyni belgilab bergansiz. Guruhli va jamoaviy o'qitish shakllarini bir-biridan farqi nima? Ular bitmas. Va uchinchi savol, mavzu doirasidagi sun'iy intellekt hozirgi kunda globallashuv zamonidagi sun'iy intellekt o'qituvchini o'rnini bosa oladi. Uchinchi savol. Rahmat savol uchun.
Birinchi savoldan boshlab so'raverasizlar. Birinchi savoldan boshlaymiz. Hozirgi kunda sun'iy intellekt, ya'ni o'quvchini o'rnini bo'lsa oladimi degan ko'p tushuncha bor. Ana bilamizki, yoshi katta ustozlarimiz ko'pchiliklar sun'iy intellekt nima qilgandan keyin qisqarish bo'lar ekan, sakrashdan keyin nima kelyapti, bizni o'rnimiz bo'lsa degan tushuncha paydo bo'lib qoldi. Ya'ni bizni o'rnimizdan tekshirish kerak bo'ladigan misol uchun testlarni, natijalarini yoki savol turish kerak bo'lsa, sun'iy intellekt degan tushuncha paydo bo'lib qoldi. Yo'q, sun'iy intellekt o'qituvchini o'rnini bo'sa olmaydi, chunki o'quvchi ayrim ma'lumotlarni o'qituvchidan jonli ravishda qabul qilib oladi, jonli ravishda tushuntirib oladi. Ya'ni bilmagan savolni joyida so'rab oladi. Shuning uchun biz va har doim aytaman, sun'iy intellekt o'qituvchiga yordamchi vosita sifatida xizmat qiladi, o'qituvchiga o'rni bo'sa olmaydi. Ya'ni unga o'qituvchining ishini rivojlantirish uchun, o'qituvchining faoliyatini yengillashtirish uchun xizmat qiladi degan tushunchani egaman. Shuning hech qachon sun'iy intellekt o'qituvchini o'rni bo'sa olmaydi. Faqat unga qo'shimcha yordamchi sifatida xizmat qilishi mumkin. Tamoyillar inson o'qitishning yakka guruhi jamoaviy deganimiz. Ana har bizlar modelimizda ko'rgan bo'lsak, o'sha yangiliklarimiz ham 5 ta qo'yganmiz. Blending learning, ya'ni Active laboratoriyasi, Edubreak, yana xuddi shu smart modellarni qo'yganmiz. Bular har bittasi tanlab olganimiz, ya'ni sun'iy intellekt o'quvchilarimizni guruhli yakka tartibda 3 ta holatda ham, ya'ni bir-biriga kerak bo'lgan holatda bu metoddan foydalanib ishlar bo'lishi mumkin imkoniyatga ega bo'lganligi uchun bu metoddan tanlaganmiz. Shu metod orqali yakka holatda, ya'ni o'quvchiga berilgan savollar Active laboratoriyasiga model qo'yganmiz. Ya'ni o'quvchiga, ya'ni nimaga degan savollarni berish uchun, ya'ni yakka tartib bo'lish imkoniyatiga ega bo'lganligi uchun bu metod tanlaganmiz. Guruh bilan jamoaviy bo'lib ishlashi holatlari esa, ya'ni bir-biridan o'quv dasturlari sun'iy intellekt asosida, agar misol uchun chatbotni misol uchun qaysi savolni undan o'qitish bo'ladigan bo'lsa, javobni o'rtaga tashlaydigan bo'lsa, savolni o'rtaga tashlaydigan bo'lsa, guruh asosida bir-biri bilan ishlashi natijasi qiziq deb uchun olingan va endi guruhiy bilan asosiy savolingiz guruhiy bilan jamoaviy nima farqi bor degan savol berildi. Endi guruh bo'lib ishlar, ya'ni bir nechta shaxs bitta vazifa doirasida, ya'ni o'sha yerda bitta maqsad doirasida ishlaydi, guruh bo'lib javob beradi. Jamoada esa jamoa bo'lib ishlaydi, natijasi esa bir kishiga o'rnashtirib bir kishi javob berishi jamoa. Simlar tizimi, ya'ni sun'iy intellekt, sim degan simulyatsiya laboratoriya degan ma'noni bildiradi. Ya'ni simulyatsiya laboratoriya orqali, ya'ni o'sha vizuallashtirishni biz hisobga olganimiz uchun unga simlar laboratoriyasi, ya'ni o'tish qiyin bo'lgan turli xil jarayondagi etaplarimizni laboratoriyalarda simulyatsiya laboratoriya trening orqali o'tishni uchun biz sun'iy intellekt simulyatsiya laboratoriya deb aytganmiz. Ya'ni uning ahamiyati, ya'ni bizlar immuniy laboratoriyani texnik fanlarga oldik, chunki texnik fanlarga ayrim jarayonlar murakkab bo'lganligi uchun simulyatsiya laboratoriyani texnik sohaga o'tib fanlarni qo'llaganimiz uchun simulyatsiya laboratoriya deb aytamiz. Ya'ni texnik sohaga o'tganimiz uchun. Marhamat, savollar bormi? Zebo Shariflar, savolingiz bormi? Mumkinmi savol bersam? Yana bir marta assalomu alaykum. Hurmatli kengash a'zolari, kengash raisi. Menda ikkita savol bor. Birinchi savolim, demak, mana shu tanlangan mavzu nuqtai nazaridan virtual laboratoriyalar real laboratoriyaning o'rnini to'liq almashtira oladimi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, umuman tadqiqot ishi mazmunida nima uchun aynan texnik fanlarni tanlab oldingiz? Qaysi mezonlar asosida mana shu fanlarni tanlab olgansiz? Mana shu ikkita savolim bor. Rahmat ustoz savol uchun. Birinchi savolingizga ustoz, ya'ni virtual laboratoriya va real laboratoriya o'zlari bir-birini bo'sa oladi, ya'ni o'rni. Ya'ni biz tomonidan VR laboratoriya va hozirgi kunda real laboratoriya bir-birini bo'sa oladi degan yo'q. Endi to'liq bo'sa olmaydi. Qisman bo'sishi mumkin. Real laboratoriyalar endi simulyatsiya, virtual laboratoriya endi ko'rish, tushunishga olib bergan bo'lsa, lekin real ko'z bilan ko'rib o'sha jarayonni sezish boshqa narsa. Ko'z bilan misol uchun tushunish boshqa narsa yo'q. Qanaqadir ketadigan jarayonlarni, shundagi misol uchun neftni o'qish yoki boshqa narsalarni oldida ko'rib, nima qilishi, sezishi uchun u aytamizki, real laboratoriya va bu yerdagi virtual laboratoriya
to'liq javob bermaydi. Ya'ni biz qisman bo'lsa ham virtualni biz faqat ko'rish imkoniyatiga ega bo'lmagan va xavfli bo'lgan laboratoriya ishlarimizda foydalanishimiz mumkin, lekin yengil tushunish qiyin oson bo'ladigan narsaga real laboratoriya juda muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin yana bitta narsa jihati olishimiz mumkin, yana xavfsizlik jihatdan ham simulyasion VR laboratoriyalar juda yuqori natijaga beradi, chunki bilamizki laboratoriya jarayonida net va sohasi bo'lgani uchun juda murakkab jarayonlar ketadi. Chaqnash, portlash, shu narsa bo'ladi. Shu xavfsizlik jihatdan VR ni yaxshi desam bo'ladi, lekin ayrim yengilroq imkoniyat berilgan, o'tishi oson bo'ladigan jarayonlarda real laboratoriya nimasi afzalroq, yuqoriroq hisoblanadi. Ikkinchi savolingiz ustoz, texnik fanlarni nima uchun tanlab oldingiz? Ya'ni texnik fanlarimizni tanlab olganimiz sababi yana o'sha birinchi so'z aytganda, yana 2+2 dasturi, ya'ni o'sha net va gazni qayta ishlash yo'nalishi va kasb bo'yicha yana 2 yil texnikumda, 2 yil, ya'ni 3-4 kursda oliy ta'limda o'qiganligi uchun, ya'ni mana shu yo'nalish va shu kasbni tanladik va tanlangan dasturimizdan ham, ya'ni murakkab jarayonlarni ko'zda ko'rmaydigan, o'sha osonlashtirish maqsadida sun'iy intellekt vositasi orqali dars o'tish jarayoni yoki sun'iy intellekt vosita yoki dastur sifatida oldik. Shuning hisobiga texnik fanlar tanlandi va texnik fanlarda, ya'ni boshqa fanlarga nisbatan misol uchun tikuvchilikni yoki dizayn oladigan bo'lsak, unda murakkab jarayonlar ko'p emas. Misol uchun insonga xavfli tug'diradigan darajasi past hisoblanadi, lekin texnik yo'nalishdagi net va gaz yo'nalishiga murakkablik, insonga xavfli daraja yuqori bo'lgani uchun texnik sohani, texnik nimani tanlab oldik ustoz. Marhamat. Yana savollar bormi? Yetadi. Rahmat. Marhamat. Azimjon, qo'ying. Savol bermayman, faqat bu sun'iy intellekt bo'lgani uchun qiziqadigan narsa chiqib qoldi. Misol uchun texnik sohalarda neft gazni olamizmi yo bo'lmasa kimyo texnologiyasidan eng asosiy nima e'tibor texnologiyaga qaratiladi. Shu texnologiyaga qaratilgan darajada endi bizda hozirgi intellekt bilan foydalanganimizda ayrim kamchiliklar yo'lga qo'yiladi. Texnologiyani to'g'ri chizib bera olmaslik. Siz o'sha narsani keyin talabaga yetkazib beryapsiz. Misol uchun xato texnologiyani xatoligini yo to'g'riligini qanaqa qilib baholaysiz yoki sun'iy intellekt o'zi baholab beradi bu narsani. Talabada keyin oxirigacha shunaqa tushuncha paydo qilishimiz noto'g'ri. Shuni aniqlashtirib bersangiz. Rahmat ustoz savol uchun. Ana biz o'sha boshdan beri aytamizki, bu sun'iy intellekt dasturlar o'qituvchiga yordam sifatida xizmat qiladi. Chunki ana o'zi men o'qituvchiga bir kun oldin o'sha dars berishdan oldin bir kun tayyorlanamiz, ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz, nima qilamiz. Hozir ko'rganimiz shu matn asosida yaratgan redaksion kodni ko'rdik-ku. Xuddi shu narsani qayerda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, uni o'quvchilarga ko'rsatishdan oldin uni yana qaytib o'sha joyini, qayerdagi noto'g'ri tuzilgan yoki qayerda kolon noto'g'ri keltirilgan bo'lsa, xuddi o'shani qaytib ma'no jihatdan to'g'ri tushuntirib beradigan bo'lsa, o'qiganingizga qaytib xuddi shuni o'sha siz aytganini tahlil beradi. Balkim ayrim qismi yoki ayrim detalga bo'ladigan bo'lsa, xuddi shuni misol uchun o'zingiz qirqib qo'yishingiz mumkin yoki bu joyga yana ustiga ishlov berishingiz mumkin. Lekin o'shani beradigan ma'lumotingizni 100% bundan olib 100% ko'rsatish ham bu to'g'ri kelmaydi, chunki u siz uni jarayonni bilasiz, ketma-ket birini ulangan jihatni bilamiz, ya'ni o'sha sohadan kelib chiqqan holatda agar berilgan matn 100% to'g'ri beradigan bo'lsa, to'g'ri chizib beradi. Agar o'sha joyda qisman xatolik bo'ladigan bo'lsa, yana qaytib siz unga takomillashtirib ber deb beradigan bo'lsangiz, sizni takomillashtirib beradi, keyin o'quvchilarga Demak, olingan natijani baribir to'g'ridan-to'g'ri talabaga yetkazmasdan inson omili baribir tekshirib ko'rib, yordam sifatida xizmat qilishini shuni inobat qilamiz. Sizga ma'lumot bersam, ma'lumot to'g'ridan-to'g'ri olib o'quvchiga beradigan bo'lsak, bu o'quvchi bu narsani birdan ishonadi, keyin o'zimiz bu narsani to'g'riligini bilamiz. Lekin o'quvchi bu shu narsa sizlarga qolib ketadi. Lekin shu narsani birinchi ma'lumot olgandan keyin qayta tahrirlab, o'shani xulosasini, jumlasini, gapini to'g'rilagandan keyin o'quvchiga yetkazib bersak, maqsadini o'qiladi. Bo'ldimi? Menda ham savollar bor. Marhamat, Shamsi Muxtarovich. Hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, mana hozir Farruh Furqatov tarafidan sun'iy intellektni bizni neftni gaz qayta ishlash texnologiyasi sohalarida qo'llanishi yordami bo'yicha yaxshi ma'ruzasini eshitdik. Endi savollar tug'ilyapti hammamizda ham. Endi texnologiya deganda sun'iy intellekt haqiqatdan ham hali texnologiyalarni nihoyatda batafsil yetkazib berish imkoniyatiga ega. Hozir buni hammamiz yaxshi bilamiz. Shu bilan birga mana laboratoriya
tizimi bor ishlab chiqarishda. Shu laboratoriya tizimida xomashyolarda ularda analiz qilish yoki tayyor olingan mahsulotlarda analiz qilish masalasi bo'yicha mana qilingan ishlar bilan sun'iy tarafdan bir qanaqadir sun'iy tarafdan ma'lumot berishga imkoniyat bormi yoki beradigan bo'lsa bu qanchalik o'sha faktlar bilan to'g'ri kela oladi? Shunaqa savollar tug'ilyapti hozir. Tushunarlimi savol? So'z rahmat so'z. Savolingizga javobi quyidagicha, ya'ni sun'iy intellekt shu laboratoriya, ya'ni xomashyo haqida gap ketyapti, ya'ni shu laboratoriya bo'ladigan bo'lsa, cloud degan o'sha sun'iy intellekt dastur bu, cloudga siz beradigan parametrlar borda, o'sha xuddi shu parametrlarni to'g'ri ko'rsatib, o'sha haroratni, darajalarini xuddi sizga beradigan bo'lsa, sizga knopka holatda dastur sira chiqarib beradi. Ya'ni o'sha cloudning o'zida sxemasi bilan birgalikda siz o'zgartirishlarni kiritganingiz bilan o'sha o'zgarishdagi xomashyoning necha gradusda chiqishi, necha gradusdan keyin benzindan keyingi holatga o'tishi, o'sha albatta gazdan keyin suyuq, suyuqdan keyin o'tish jarayoni gradus bilan ko'rsatadi. Siz yana o'quvchilar misol uchun aytish mumkin, bu gradus misol uchun 70 gradus emas, 90 gradus biladigan bo'lsak, bu shu qo'llarga 90 qilamiz, 90 gradusdan keyin yana sizning o'sha jadvalingiz sxemangiz beradi. Lekin u ma'lum xatolik qiladi. Agar ma'lum xatolik bo'ladigan bo'lsa, o'sha hisob kitoblar bilan u o'zini ma'lum ixtisoslashtirilgan o'zini nimasi bilan formulalar bilan hisob kitob qiladi. Endi bu formula deganda o'sha kitobda yoki siz biz bilan har xil algebra, geometri bo'ladigan formula turli xil. U o'ziga miyasiga singdirilgan formula bo'yicha hisob kitob qiladi. Natijalarimizni berib ko'rganimizda qisman to'g'ri chiqqan yo o'sha nimalarda xatolik ham uchragan. Shuni hisobga biz o'sha haroratda gradusda cloudni ishlatib ko'rganmiz. Bu dasturlarga vizuallardan tashqari o'sha laboratoriya jarayonini o'sha harorat bo'yicha, bosim bo'yicha hisob qiladigan bo'lsa, cloud dasturi natija yaxshi beradi. Mana yana konkretniy savol beryapmanda, misol dizel yog'og'isini olsak, shu dizel yog'og'isini ba'zi bir parametrlarni o'sha dasturga kiritadigan bo'lsak, u dastur shu parametrlar asosida pasportni bera oladimi, yo'qmi degan savollar ham bor. Texnik zadanasi graduslarini ko'rsatib chiqarib beradi. O'sha belgilangan o'zini holati bo'yicha chiqarib beradi. Formulasi bilan birgalikda o'sha qayerdan qanday hisoblar necha gradusda bergan formulasi bilan chiqarib beradi. Endi gap shunda ketyaptiki, ba'zi bir mahsulotlar borki, agar sun'iy ravishda uni pasportni olsak, amalda o'sha namunalar analiz qilinganda to'g'ri kelish mumkinmi yo yo'qmi degan savol bor konkretda. Mana aviatsion kerosin deymizmi? Chunki agar bitta sun'iy ravishda agar pasport olinadigan bo'lsa, ertaga amalda o'sha narsalar to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, bu uchish apparatlariga ham qanaqadir ta'sir ko'rsatishi mumkin-da ishlatilayotgan vaqtda mahsulot. Sun'iy ravishda oladigan har bitta jarayonni o'zi uchun o'zicha tahlil qilib beradi, u yangilik kirita olmaydi. Misol uchun natija berishi yo bermasligi o'zi o'sha berilgan parametr uchun xulosa qilib tahlil qiladi va eng oxirgisi shu natijalarni to'g'ri chiqqanligini qayta hisoblab kelishga zarurat tug'iladi. Rahmat, tushunarli. Rahmat so'z. Boshqa savollar yo'qmi? Yetarli. Savol bersam maylimi mana? Endi bitta savolim bor. Yana o'sha mavzudan kelamiz. Bu mavzudan undan keyin uni qaranglar. Oliy va professional ta'limda uzviyligi muhitni sun'iy intellekt bo'lsa, texnik bo'lsa, siz tepadan qarab pastga tushyapsiz. Professional va oliy ta'limda desa, oldin professionalni tarbiyalab kelib, keyin oliyga o'tkazsak bo'lmaydi. Endi uzviylikni o'sha nima qilgan paytda o'qitish metodikasi, ishlab chiqishni yo yaratish. Seminarda sizlar bitta qaranglar, muhokama qilinglarda. Endi savol beraman. Hozir endi professional ta'lim bormi? Texnik va kasbiy ta'limga almashtirildi. Kasbiy ta'lim desak bo'lmaydi. Chunki biz professional o'zi kasbiy ta'limga o'zgartirdi 2005-yilda. Shuna kasbiy ta'lim shu berdi. Professional ta'lim tugatilib, hammasi texnikum bo'ldi. Shundan so'ng kasbiy ta'lim deb yuriladi. Biz mavzuni tarjima qilgan paytimiz. Hozir ta'lim standartida bo'lsa, bor professional ta'lim bor. Demak, oliy va professional ta'limda uzviyligi bilan uzluksizlik nima farqi bor? Hozirgi mana berdilar, lekin menga oydinlik kiriting. Mana bizda hozir bormi? Oliy ta'limda shu ikki narsa bormi? 2+2 dasturini xuddi shu dastur amalga oshiryapti.
Ya'ni 2 yil bizdan Chunki og'iz bilan aytsangiz bo'ldi, mana ana bu bilan buni qo'yiladi desangiz bo'ldi. 2+2 dasturi, ya'ni o'sha yuqori yozma muhandislik texnikum bilan shartnoma qilingan. Yana bu yo'q o'sha bo'yicha nima qilgan paytimiz hozir 2-kurs, 3-keyingi yil 3-kurs ham bizga o'sha qabul qilinadi. Sizning ishingizda sun'iy intellekt dedi. Sun'iy intellekt bilan matematik modellashtirishning nima farqi bor? Hisob kitobga asoslangan matematik hisob Sun'iy intellektda qilinmaydi hisob. qilinadi. Nima farqi bor? Nima uchun matematik modellashtirish davom etyaptiki, keyin sun'iy intellekt. Ya'ni sun'iy intellekt asosida endi modellashtirish, o'sha matematik hisob kitoblarni amalga oshirgan uchun sun'iy intellektni Siz hozir men ma'ruzangizga menga olyapsizdan telefon bo'ldi, o'sha vaqtda ilmiy kotib bilan darasan nima qildim, o'sha uchun uzr so'rayman, qatnasha olmadim. Sizdan yana bir savol bor. Endi mana siz qayerga dars o'tdingiz? Yaxshi mavzu. Bu mavzu bo'yicha men achinaman. Men haftalarga, hozir yoshlarga savol beraman deb Baxtiyor aka. Mana pastga maktab qilib qo'ydilar. Onlarga yoshlarga qaysi birlari sun'iy intellekt bilan yoki 3D bilan, 3D bilan qaysi birlari dars o'tyapsiz? Biron kishi o'tmaydi kamida. Qanaqa qaysi mavzuni olib, qaysi nimani ko'rsatdingiz, qayerda dars o'tdingiz? so'z biz yordam sifatida endi o'qituvchiga dars qo'yilganda o'sha o'zimizni tajribasini Ochilov Abdurahmon Mani ham darsini o'tishingiz mumkin. Siz Ochilov Abdurahmon darslariga qaysi fanda o'tdingiz? o'sha hozir nima qilmaydi, o'sha Abdurahmonga yordam sifatida kirib, Neft, gaz, ishingiz demaydi. shuni boshqa o'sha o'zlar yo'nalishimizga to'g'ri kelgani uchun va o'sha yerdagi nima domlagan, o'sha Xo'jaqulov Tom Ma'mur domlagan, o'sha yoqda nima bo'lgan paytlari ham o'sha birga qo'shib o'sha o'zimiz metodikalarimiz bilan birga xuddi shu narsalarni vizuallashtirish, nimalarni o'sha kompyuter holatlarini o'rgatib, o'sha xuddi shu narsa bo'yicha tajriba ishdan amalga oshirganmiz. Endi menga bu ishingiz ham qiziq. Bizni kafedrada men bilaman-da, aholi nechog'lik darajadaligini men bilaman. Shuncha sharoit qilib berilgan pastda. Lekin shundan foydalanmay bironta yoshlar qilmaydi-da. Hozir men bitta narsani boshlagan va mana shu narsani sun'iy intellekt bilan refleksiyon ta'limlanadi. Bitta mana shaxsiy muhtoj, 40 yilda zavodga direktor bo'lgan Buxoro neft havasini tushunadi. Qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Sun'iy intellekt inson omiliga qanchalik darajada ta'sir qilishini siz hech nima qilib oldingizmi? O'zingiz mana ilmiy ishingizda. O'zi shunda ham hozir yoshlarimiz faqat bitta kompyuter ochib o'tirib gapirmaydilar. Ularga gapirmaydi. Chunki men autorlarni aylanib yuraman-da, endi shu ozgina nima bo'ladi, vaqtlarga qiziqim keladi, qarayman, birontasi faqat yoshi ulug'lar doskada o'tirib, nimanidir chizib, nimadir yozadilar. Qanchalik darajada ta'sir qiladi? So'z bilan bu sun'iy intellekt deb olganimiz, sun'iy intellekt ko'p qirralida bu. Bu har bitta narsani har kim o'zining yo'nalishi bo'yicha, o'zining sohasi bo'yicha ishlatadi. Mana o'sha texnik sohaga olgan uchun 3 ta dasturni sun'iy intellekt dasturi sifatida olganman va yana o'sha murakkab jarayonlarni vizuallashtirish uchun bizga xizmat qiladigan dasturni olganmiz. U bilan biz tomonidan kuzatilgan vizuallashtirish qiladigan dasturga savol javob bo'lmaydi. Ya'ni u sizga nimadir so'ramoqchi bo'lsangiz yoki siz vaqtingiz boshqa narsa uchun u cheklangan. Ya'ni men tomonidan sun'iy intellekt taklif qilingani faqat murakkab jarayonni simulyatsiya qilish uchun, vizuallashtirish uchun o'sha dastur olingan. Qo'shimcha sifatida ChatGPT olingan, undan ham yana qaysi ma'lumotlarni olishimiz mumkin yoki o'sha cloudni olganimizda u qo'shimcha sifatida yana o'zimizning yo'nalishimiz doirasida. Endi u o'quvchi talaba u o'zini qo'liga undan to'g'ri foydalanadi, qanday foydalanadi, lekin biz tomonidan netga sohasi bo'yicha metodik qo'llanma ishlab chiqqanman va etik qoidalari, savol berish tushunchalari, qanday savol berish kerak, qanaqa narsalardan himoyalanish kerak, parollarni bermaslik kerak, o'zini shaxsiy ma'lumotlarni bermaslik kerak, xuddi shu bo'yicha metodik qo'llanmaga ishlab chiqib kuzatilib berilgan. 3 ta dars, 4 ta dars taxlagan bo'lsangiz bering menga. Men juda qiziqdim. Masalan, bu mavzuga menga bering, men o'zim o'taman. Yo'q bo'lgan shu metodikangiz. Men bu dissertatsiyani olib o'qiyman, chunki menga qiziq. Va ko'p o'zim kafedrada savol beraman, qani shundan olib kiraylik. Mana bu. Marhamat, boshqa savollar bo'lmasa, e'tiroz bo'lmasa o'tiring. So'zni rasmiy ahamiyat kechirasiz. So'zni hozir ilmiy kotibga beramizda, demak, tashkilotlardan va ilmiy yetakchi tashkilot, dissertatsiya avtor referatiga kelgan milliy kengashlikni tushgan takliflarni o'qib berish so'z. Marhamat. Rahmat, hurmatli rais.
Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi Sharof Farruh Furqato'g'lining yetakchi tashkilot xulosasi hamda dissertatsiya avtoreferatsiyaga kelgan tadqiqotlar bilan tanishtirib o'taman. Demak, yetakchi tashkilot sifatida Samarqand davlat universiteti belgilangan, universitet tomonidan ijobiy taqriz berilgan, quyidagi kamchiliklar ko'rsatilgan. Birinchi, tadqiqot natijalarini boshqa texnik fanlarga tatbiq etish imkoniyatlari batafsilroq ko'rsatilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ikkinchi, dissertatsiyada ayrim metodik tavsiyalar amaliy misollar bilan boyitilganda yanada tushunarli bo'lar edi. Uchinchi, matnda ayrim texnik va uslubiy xatolarni tahrif qilish talab etiladi. To'rtinchi kamchilik, birinchi bobda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish, ta'limni vizualizatsiya qilish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish zarurati asoslab berilgan. Ushbu jarayonni amalga oshirishning aniq didaktik modeli, bosqichlari, texnologik xaritasi va baholash mezonlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Beshinchi kamchilik, tadqiqotning ikkinchi bobida keltirib o'tilgan zamonaviy pedagogik shart-sharoitlar, raqamli infratuzilma, o'qituvchilar malakasi, metodik ta'minot umumiy yoritilgan, ammo ularning amaliy joriy etilish mexanizmlari yetarlicha ishlab chiqilmagan. Dissertatsiya avtoreferatiga kelgan taqrizlar bilan tanishtirib o'taman. Demak, birinchi Navoiy davlat universiteti maktabgacha ta'lim kafedrasi dotsenti Jabborova tomonidan berilgan. Taqriz ijobiy, quyidagi kamchiliklar ko'rsatilgan. Tadqiqotda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish metodikasi batafsil ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ularni texnik fanlar kesimida qo'llash samaradorligini baholovchi aniq mezon va indikatorlar tizimi yanada kengroq yoritilganda tadqiqotning amaliy qiymati oshgan bo'lar edi. Keyingi taqriz Buxoro davlat universiteti professori Dilova tomonidan berilgan. Taqriz ijobiy, quyidagi kamchilik ko'rsatilgan. Birinchi, dissertatsiya ayrim rasm, jadval va diagrammalarning rasmiylashtirilishiga qo'yilgan texnik talablar asosida yanada takomillashtirish zarur. Ikkinchi kamchilik, sun'iy intellekt va virtual reallik texnologiyalaridan foydalanish metodikasi ishlab chiqilgan, ammo ushbu texnologiyalarni qo'llash uchun zarur moddiy texnik baza va infratuzilma imkoniyatlari to'liq tahlil etilmagan. Keyingi taqriz Chirchiq davlat pedagogika universiteti maxsus pedagogika kafedrasi professori Himmatulloyev tomonidan berilgan. Taqriz ijobiy, quyidagi kamchilik ko'rsatilgan. Dissertatsiya matnining ba'zi bir joylari texnik va stilistik xatolar uchraydi. Ikkinchi kamchilik, tajriba sinovidan o'tkazish natijalarini tahlil etish va ilmiy amaliy tavsiyalar kengroq ishlab chiqilsa yaxshi bo'lar edi. Uchinchi kamchilik, dissertatsiyaning umumiy xulosalarini butun tadqiqotda olingan natijalar asosida puxta, pishiq, asosli ravishda bayon etish talab etiladi. Beshinchi taqriz Iqtisodiyot va pedagogika universiteti pedagogika va o'qitish metodikasi kafedrasi professori Boqiyev tomonidan berilgan. Taqriz ijobiy, kamchiliklarsiz. Keyingi taqriz akademik Quvvatbekov nomidagi Xalqaro Xalqlar do'stligi universiteti pedagogika fanlari nomzodi Fazil Abtrash tomonidan taqriz berilgan. Kamchiliklarsiz. Keyingi taqriz Yurtxarta Pasuruan universiteti prorektori dotsent Luqmon Hakim. Taqriz ijobiy, kamchilik quyidagicha keltirilgan. Birinchi, tadqiqotning ikkinchi bobida tajriba sinov ishlari o'tkazilgan ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan o'quv adabiyotlari, fan dasturlari hamda silabuslarning mazmuni va tuzilmasi to'liq tahlil etilmagan. Ikkinchi kamchilik, dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati qismi qayta ko'rib chiqilib, matn mazmuni sodda, aniq va lo'nda shaklda bayon etilsa maqsadga muvofiq. Keyingi taqriz Jizzax Politexnika instituti transport vositalari muhandisligi kafedrasi professori Asqarov tomonidan berilgan. Taqriz ijobiy, kamchiliklar quyidagicha keltirilgan. Birinchi, dissertatsiya matnida imloviy, texnik va uslubiy xatoliklar mavjud. Ikkinchi kamchilik, dissertatsiyaning ilovalar qismida ilovalarni qayta tartiblash zarur. Yuqorida keltirilgan barcha taqrizlarda tadqiqotchi Sharof Farruh Furqato'g'lining oliy va professional ta'lim muhimligi muhitda sun'iy intellekt vositasida texnik sohaga fanlar o'qish metodikasi mavzusidagi taqdim etilgan dissertatsiya ishi mazmuni Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'la javob berishi, uni Buxoro davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi raqamli bir martalik ilmiy kengashda 13.0002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi texnika fanlari ixtisosligi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun himoyaga tavsiya etilgan. Hurmatli Rahmat. Marhamat. Farruh Sharif, so'z sizga. Ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun. Rahmat. So'z
yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklarga yetakchi Samarqand davlat universiteti tomonidan berilgan kamchiliklarga quyidagicha javob beramiz. Kiritilgan birinchi savollarga javobimiz ta'lim tadqiqot natijalari boshqa texnik fanlarga tatbiq etish imkoniyatlari mavjud hisoblanadi. Shuningdek, dissertatsiya ham texnik sohaga oid, ya'ni net va qayta ishlash texnologiyasi fan doirasida keng yo'ritib berilgan. Yetakchi berilgan ikkinchi savollarga javobimiz, ya'ni metodik tavsiyalar, aniq misollar, dissertatsiyaning 100-sahifasidagi 2-birinchi jadvalda vaziyatli topshiriqlar hamda ta'lim jarayonida olingan namunalar esa ilovalar qismida o'z aksini topgan. Ko'rsatilgan uchinchi kamchiliklarda dissertatsiyada uchraydigan texnik uslubiy xatolar tuzatib ko'rsatildi. Ko'rsatib o'tilgan to'rtinchi savol kamchiliklarga javobimiz, ya'ni ushbu sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish, ya'ni ta'limni vizualizatsiya qilish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishning aniq didaktik modeli, bosqichlari, texnologik xaritasi va baholash mezonlari dissertatsiyaning ilova qismidagi dars ishlanmalarida hamda net va gazli qayta ishlash texnologiyasi fanini sun'iy intellekt vositalarini o'qitish metodikasi nomli qo'llanma mazmunida o'z aksini topgan. Ko'rsatilgan berilgan 5-chi kamchilikka javobimiz, ya'ni dissertatsiyaning ikkinchi bobida keltirib o'tilgan zamonaviy pedagogik sharoitning amaliy joriy etish mexanizmlari dissertatsiyaning ilova qismida keltirib o'tilgan. Navoiy davlat universiteti maktabgacha ta'lim kafedrasi dotsenti, ya'ni Jaborova To'zov tomonidan berilgan kamchiliklarga javobim, ya'ni berilgan kamchiliklar tavsiya qabul qilindi va keyingi ilmiy ishlarni ya'ni keyinroq yoritib beramiz. Buxoro davlat universiteti professori Dilova Nargiza G'abulova so'zi tomonidan berilgan kamchiliklarga javobimiz, ya'ni dissertatsiya vaqtida rasmlashtirish talablari, o'sha jadvallar, diagrammalar takomillashtirib ko'rsatilgan. Ko'rsatib o'tilgan keyingi kamchiliklarimiz, ya'ni dissertatsiyada sun'iy intellekt va virtual reallik texnologiyalarini qo'llash uchun zarur bo'lgan infratuzilmaviy talablar, texnik vositalar va ularni ta'lim muassasalarida joriy etish imkoniyatlari bo'yicha qo'shimcha tahliliy ma'lumotlar keltirib o'tildi. Chirchiq davlat pedagogik universiteti maxsus pedagogika kafedrasi professori, ya'ni Hikmatilla tomonidan berilgan kamchiliklarga javobimiz, ya'ni ushbu kamchiliklar qabul qilindi va texnik va statistikada xatolar ko'rsatib o'tildi. Keyingi javobimiz dissertatsiyaning 3-bobida tajriba sinov ishlarini tashkil etish jarayonida ishtirokchilar tarkibi, qo'llanilgan metodlar, olingan natijalarning qiyosiy tahlili hamda ularning statistik asoslanganligi yoritib o'tilgan. Bular qatorida keyingi kamchiliklarga javobimiz, dissertatsiyaning umumiy xulosalari, tahlil, nazariy metod va amaliy natijalarida yaqin holda aks ettirilgan, ilgari surilgan ilmiy g'oyalar va erishilgan natijaning o'zaro bog'liqligi aniq ko'rsatib berildi. Ko'rsatib o'tilgan hafta, ya'ni Pasron universitet proyekti tomonidan berilgan kamchiliklarga javobimiz, ya'ni tajriba ishlari o'tkazilgan ta'lim muassasalarida amalda qo'llanayotgan o'quv metodik ta'minot, fan dasturlari va silabuslarning mazmuni hamda tarkibiy xususiyatlari bo'yicha qo'shimcha tahliliy ma'lumotlar keltirilgan. Keltirib o'tilgan ikkinchi kamchilikka javobimiz, ya'ni dissertatsiya mavzusining dolzarbligi, zarurat qismlarini qayta ko'rib chiqilishini inovatga olishga olgan va shu bilan birga keyingi ishlarimizga inovatga olib ishlarimizni amalga oshiramiz. Jizzax texnika instituti tomonidan transport vositalari muhandislik kafedrasi professori Asqarov tomonidan berilgan kamchiliklarga javobimiz, ya'ni dissertatsiya matnini xatoliklar ko'rib o'tildi. Ikkinchi savollar javobi dissertatsiya ilova qismiga qayta tartiblar ko'rsatildi. Marhamat tuting. Hukumatli kengash a'zolari muhtamal davom ettiramiz. So'zni ijrosiy amaliyot bo'lishlari o'tkazamiz. Marhamat, ustoz, sizni yozgan taklifni bayon etish uchun so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, qadrli kengash a'zolari. Ruxsatlaringiz bilan bugungi muhokama qilayotgan dissertatsiyaga o'zimni rasmiy opponent sifatidagi taqrizimni yozganman. Shuni asosiy joylariga to'xtalib o'tsam. Buxoro davlat texnika universiteti tadqiqotchisi Sharof Farruh Furqatovning 12.0002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi asosligi bo'yicha oliy va professional ta'lim uzviyligi muhitida sun'iy intellekt vositasida texnik sohaga oid fanlarni o'qitish metodikasi mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish yozilgan dissertatsiyasi mana bugungi kun vazifalardan kelib chiqib dolzarbligini yana bir bor eshitdik. Dissertatsiyada muallif tomonidan oliy va professional ta'lim uzviyligi muhitida texnik sohaga oid fanlarni sun'iy intellekt vositasida o'qitishning nazariy metodologik asoslari
tizimli ravishda yoritilishi bilan boshlanadi. Dissertatsiyaning tuzilish qismlariga to'xtalib o'tirmayman ruxsatlaringiz bilan. Dissertatsiya o'z mavzuga bir e'tibor beradigan bo'lsangiz, mavzuning mazmunidan, mohiyatidan kelib chiqib, mavzuga oid xorijiy va mahalliy olimlarimizning hamda ilmiy adabiyotlarning chuqur tahlil qilinganligi, mavjud pedagogik yondashuvlar qiyosiy o'rganilganligi hamda muammo yuzasidan muallifning pozitsiyasi aniq ifodalanganligi dissertatsiyaning boshqa dissertatsiyalardan farqli tomonlarini ko'rsatib beradi. Dissertatsiya kirish, uchta bob, xulosa va tavsiyalardan iborat, adabiyotlar ro'yxati hamda ilovalardan iborat bo'lib hisoblanadi. Kirish qismida dissertatsiyaning apparati talab darajasida yoritilgan. Dissertatsiyaning birinchi bobi oliy va professional ta'lim uzviyligi muhitida sun'iy intellekt vositasida texnik soha oid fanlarning nazariy asoslari deb nomlanib, unda tadqiqot mavzusining nazariy metodologik asoslari tizimli va chuqur ilmiy tahlil qilingan. Bobda avvalo oliy va professional ta'lim tizimlari orasidagi uzviylikni ta'minlashning pedagogik zaruriyati, mazkur integratsiya jarayonining zamonaviy ta'lim siyosati va kadrlar tayyorlash tizimida o'rni ilmiy asosda ochib berilgan. Hozir ustoz savol berilib, dissertantimiz buni uzviylikni dolzarbligini asoslashda sal qiynalib qoldilar. Aslida u yerda dissertatsiyada oliy va professional ta'limning bugungi kundagi uzviyligi ochib berilgan. Hamda professional ta'limning hozirgi zamonda, hozirgi vaqtdagi qay darajada muhimlik darajasi ham ko'rsatib berilgan. Bu kishi bir og'iz kasbiy ta'lim bilan izohlashga harakat qildilar. Aslida kasbiy ta'lim endi o'sha professional ta'limning ichida turadigan yoki uning keyingi bosqichdagi bir asosiy bosqich desak bo'ladi. Shu bilan birgalikda mazkur bobda ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari, ularning pedagogik imkoniyatlari, didaktik funksiyalari hamda texnik fanlarning o'qitish samaradorligini oshirishdagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Sun'iy intellektning adaptiv ta'lim, individual yondashuv, avtomatlashtirilgan baholash va o'quv jarayonini monitoring qilish kabi imkoniyatlari ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishning muhim omili sifatida talqin qilingan. Bob doirasida mahalliy va xorijiy olimlarning sun'iy intellekt, raqamli pedagogika, adaptiv ta'lim tizimlari, virtual laboratoriyalar hamda texnik fanlarning innovatsion metodlar asosida o'qitishga oid ilmiy nazariy qarashlari chuqur o'rganilgan va qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot ishining ikkinchi bobi oliy va professional ta'lim uzviyligi muhitida sun'iy intellekt vositasida texnik sohaga oid fanlarning o'qitish metodikasi deb nomlanib, unda texnik fanlarning o'qitish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan innovatsion metodlarning mazmuni, tuzilishi va amaliy ahamiyati ilmiy metodik jihatdan batafsil yoritilgan. Boshqa zamonaviy ta'lim muhitida, bobda zamonaviy ta'lim muhitida raqamli texnologiyalar, adaptiv o'qitish tizimlari, virtual laboratoriyalar va sun'iy intellekt vositalarining didaktik imkoniyatlari asoslangan. Shuningdek, o'quv jarayonini tashkil etishning metodik modeli, uning bosqichlari, tamoyillari va metodlari ishlab chiqilgan bo'lib, talabalarning bilimini individuallashtirish, mustaqil fikrlashni rivojlantirishga hamda muammoli vaziyatlarni hal qilish kompetensiyalarini shakllantirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni asoslab berilgan. Interaktiv platformalar, simulyasion dasturlar, virtual laboratoriyalar va aqlli baholash tizimlaridan foydalanishning afzalliklari ilmiy jihatdan yoritilgan. Tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan metodik yondashuvlar texnik fanlarni o'qitish sifatini oshirish, ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish hamda bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi yaxlit ilmiy metodik tizim sifatida shakllantirilganligini alohida ta'kidlash o'rinli deb hisoblayman. Dissertatsiyaning pedagogik tajriba sinov ishlarini tashkil etish va uning samaradorligi deb nomlangan 3-bobi tadqiqotning amaliy qismi sifatida muhim ahamiyat kasb etib, unda ishlab chiqilgan metodikaning samaradorligini aniqlashga qaratilgan. Pedagogik tajriba sinov ishlarining mazmuni va natijalari batafsil yoritilgan. Oliy va professional ta'lim uzviyligi muhitida texnik sohaga oid fanlarni sun'iy intellekt vositalari asosida o'qitishda mavjud muammolar, jumladan an'anaviy o'qitish usullarining zamonaviy ishlab chiqarish va raqamli texnologiyalar talablariga to'liq javob bermasligi
o'quv jarayonida individual yondashuvning yetarli darajada tashkil etilmagani hamda amaliy mashg'ulotlarda innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi kabi muammolar tahlil qilib ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan birgalikda mazkur bobda pedagogik tajriba sinov ishlarini tashkil etishning metodik ta'minoti ham ishlab chiqilgan bo'lib, bunda dars mashg'ulotlarini sun'iy intellekt asosida tashkil etish modeli, elektron ta'lim resurslari, adaptiv o'quv topshiriqlari hamda baholash mezonlari tavsiflab o'tilgan. Tajriba sinov ishlari davomida olingan natijalar matematik statistik usullari asosida qayta ishlanib, ularning ishonchli darajasi aniqlangan. Statistik tahlil natijalari ishlab chiqilgan metodikaning pedagogik jihatdan samarali ekanligini va texnik fanlarni o'qitish sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ilmiy asosda tasdiqlab berilgan. Xulosa qilib aytganda, dissertatsiyada keltirilgan ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar yetarli darajada asoslangan bo'lib, tadqiqotning ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyatini to'liq ifoda etadi. Mavzu doirasida jami 23 ta ilmiy ish nashr etilgan bo'lib, ular orasida 2 ta o'quv qo'llanma va 2 ta elektron darslik mavjud. Shuningdek, Oliy Assotsiatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy jurnallarda, nashrlarda 10 ta ilmiy maqola e'lon qilingan bo'lib, ularning 7 tasi respublika va 3 tasi xorijiy ilmiy jurnallarda chop etilgan. Tadqiqotda yutuqlar bilan bir qatorda ayrim mulohazali o'rinlar ham kuzatiladi. Birinchidan, dissertatsiyaning birinchi bob 1 bandida tadqiqot mavzusining o'rganilganlik darajasi bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar tahlil qilingan. Biroq mazkur holatda tadqiqotchi olimlar ishi va ilmiy manbalarni tahlil qilishda fan sohalari, yo'nalishlar, davriy va hududiy farqlar inobatga olinib, xronologik ketma-ketlikka rioya etilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchidan, ikkinchi bobda ishlab chiqilgan pedagogik shart-sharoitlar tizimi ilmiy jihatdan asoslangan, biroq ularni amaliyotga joriy etish mexanizmlarining bosqichma-bosqich tavsifi yetarli darajada ochib berilmagan. Uchinchi, tadqiqot ishda xorijiy tajriba yetarlicha o'rganilgan bo'lsa-da, bu tajribani mamlakatimizda mavjud bo'lgan holatlar bilan qiyosiy tahlil qilinganda maqsadga muvofiq bo'lardi. To'rtinchidan, dissertatsiyada tajriba sinov ishlari, o'quv materiallari, savolnomalar, mashqlar namunalarini dissertatsiyaning ilova qismida keltirilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Ko'rsatilgan fikr mulohazalar ishda olingan asosiy ilmiy natijalarni ijobiy qiymatiga ta'sir etmaydi. Dissertatsiya materiallari bayon qilish ketma-ketligi tadqiqot ishining mantiqiy tuzilishiga mos keladi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, Sharopovning 13.0002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasi olish uchun yozilgan dissertatsiyasi Oliy Assotsiatsiya komissiyasi talablariga javob beradi. Dissertant Sharof Farruh Furqato'g'li esa ushbu yo'nalish bo'yicha ixtisoslik bo'yicha ilmiy darajani olishga loyiq deb hisoblayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat domla. Rahmat katta sizga. Xo'sh, marhamat. Shirinboy Sharopovning ko'rsatgan tartiblar javob berish uchun so'z sepatli. Avvalo katta rahmat so'z, moddiy vaqtlar ayamasdan dissertatsiya tadqiqotimizni ko'rib bergani uchun bizga yosh olimni ishlarini ko'rib baholaganlar uchun katta rahmat aytamiz. Ko'rsatilgan kamchiliklarga birinchi kamchiliklarga birinchi javobimiz, ya'ni mazkur taklif inovatga olib, olimlar ishi va ilmiy manbalarni tahlil qilishda fan sohalari, yo'nalishlar, davriy va hududiy farqlar inovatga olib, xronologik ketma-ketlik keyingi ishlarimizda rioya etamiz. Ko'rsatilgan ikkinchi kamchiliklarimizda, ya'ni ushbu taklif qabul qilinadi va dissertatsiyaning ikkinchi bobidagi pedagogik shart-sharoitlarni amaliyotga tatbiq etishning tayyorgarlik, joriy etish, monitoring va natijalarning baholash bosqichlarini o'z ichiga olgan izchil mexanizmlar va ularning mazmuni qo'shimcha ravishda yoritildi. Ko'rsatilgan uchinchi kamchilik javobimiz dissertatsiyaning 54-sahifasidagi oliy va professional ta'limda mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha sun'iy intellekt texnologiyalar deb nomlangan 1-2 rasmda mamlakatimizdagi mavjud bo'lgan holatlar bayon etilgan. Ko'rsatilgan 4-chi kamchilikda javobimiz ushbu taklif qabul qilindi va o'quv materiallar, savolnomalar, mashqlar, namunalar va dissertatsiyaning oxirgi ilova tarzida keltirib o'tildi. Rahmat. Marhamat, ikkinchi rasmiy opponentim Ulug'bek Murodilay, so'z sizga.
Yurakga urishgandan orqa mana ishtirok etyaptilar o'zlari. Taqdiringizni bayon etish. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari, ustozlar. Bugun demak mana Sharof Furqatovning taqdimotlarini eshitdik. Ruxsatlar bilan taqdimotning asosiy qismlariga Endi kamchilikni aytsangiz bo'ladi. rahmat. Taklif tushyapti shuni. Buxoro davlat texnika universiteti tadqiqotchisi Sharof Furqatovning 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi texnika fanlari ixtisosligi bo'yicha oliy va professional ta'lim uzuyligi muhitida sun'iy intellekt vositasida texnik sohada oid fanlarni o'qitish metodikasi mavzusida pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini o'qituvchilar bo'lgan dissertatsiyaga rasmiy demak taqdimimiz. Mavzu demak juda ham dolzarb. Hozirgi kecha kunda bir nechta sabablar bor. Bu demak hozirgi kecha kunda sun'iy intellektni ular ta'lim jarayoniga jadal kirib bo'lishi va undan voz kechib bo'lmaydi hozircha degan muammo dunyoda shunday, faqat O'zbekistonda emas, shuni o'zlariga maqsad qilib olganlar. Bundan tashqari o'zlari aytganlaridek hozirgi kecha kunda ta'limni liberallashtirish bo'yicha 2+2, ya'ni professional ta'limdan keyin imkoniyat beryaptilar davlat darajasida hukumatimiz oliy ta'limga o'tib o'rganishga davom ettirishga hududni saqlash hamda professional va oliy ta'limda aynan kasbga ega bo'lib chiqarishda bu muhim hisoblanadi. Shuning uchun demak birinchi boblarda juda tahlil yuqori olib borganlar tavsiyalarimiz bo'yicha o'sha malaka talablari va professional ta'limdagi talablarni o'rganib chiqqanlar ko'pchilik va qaysi o'sha bo'limlarda sun'iy intellektni qo'llash mumkinligini tahlil qilib berganlar. Ikkinchi bobida ko'pchilik nimada yoki oliy ta'lim yoki professional ta'limni oladi, lekin bular uzviylikni bog'lagan holatda ikkita darajani ham olganlar ketma-ketlikda va yagona model qilish juda ham murakkab, lekin bunga erishganlar va asoslar keltirilgan hamda tajriba sinov ishlarini olib borganlar. Ikkinchi bobda qo'shimcha qilib virtual assistent va laboratoriyalarni to'ldiruvchi sifatida sun'iy intellekt xizmat qilishini ham asoslab bergandek. Shunga qaramay eng asosiy o'sha shunga qaramay dissertatsiya ishi va avtoritet yuzasidan bir qator yutuqlardan bir qatorda ayrim kamchilik va mulohazalari mavjud. Birinchisi demak dissertatsiya ishining birinchi bobi bir paragrafida keltirilgan 3-rasmda ta'limda sun'iy intellekt tizimlari nazariyasi elementlari va bilim injeneriyasi tadqiqot obyekti sifatida nomlangan rasmda ko'rsatilgan sxema mavjud va tanlangan bakalavriat va o'rta o'sha kasb ta'lim, ya'ni professional ta'lim yo'nalishlarini hisoblangan neft va gaz yo'nalishi qaysi sohalarda bog'langanligi haqida ma'lumotlar qisqa bo'lsa ham keltirishsa taklif beraman. Ikkinchisi, tadqiqot ishining 1-2 paragrafi oliy va professional ta'lim uzviyligida texnika sohasida oid fanlarni o'qitishda sun'iy intellektning o'rni va ahamiyatida keltirilgan. 1-6-rasmda sun'iy intellekt bilan ta'minlangan ta'lim tizimlarida o'zlashtirish darajasi, davomati va natija ko'rsatkichlari umumlashtirilgan holda emas, ko'rsatkichlar alohida diagrammalarda akslansa, tahlilni aniqligi yanada oshgan bo'lar edi. Uchinchisi, dissertatsiya ishining ikkinchi bob demak paragrafda keltirilgan 6-rasmda sun'iy intellekt asosida interaktiv o'qitish usullarining asosiy yo'nalishlari dissertatsiyada ularni qo'llash sxematik ko'rsatilgan tadqiqot ishi ahamiyati ko'rsatilganda tadqiqot ishi ahamiyati yanada oshgan bo'lar edi. Va uchinchisi dissertatsiya 3-bob bilan bog'liq. Bu 1-paragrafda keltirilgan, ikkinchi jadvalda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanilgan holda talaba va o'quvchilar texnik sohaga oid fanlarni o'zlashtirishning baholash mezonlari va darajalari
oliy ta'lim va professional ta'lim uchun alohida ajratilib ma'lumotlar keltirilganda kelajakda ushbu ilmiy ishni real hayotda qo'llashda samaradorligi yanada oshgan bo'lar degan takliflar va fikrlarni keltirganman. Yuqorida keltirgan fikr mulohazalar ilmiy ishning va ilmiy ish va tadqiqot ishining amaliy qiymatiga salbiy ta'sir etmaydi. Aksincha, ular e'tiborga olinganda ishning ilmiy va amaliy qiymati yanada oshgan bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, tadqiqotchi Sharof Farruh Furqat yo'lining 13.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi texnika fanlari ixtisosligi bo'yicha oliy va professional ta'lim uzviyligi muhitida sun'iy intellekt vositasida texnik sohaga oid fanlarni o'qitish metodikasi mavzusidagi dissertatsiya ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasiga qo'yilgan talablarga mos ravishda rasmiylashtirilgan avtoreferat va e'lon qilingan ishlar mazmunan dissertatsiyaga mos keladi va uni qamrab oladi. Yuqorida bildirilgan fikr mulohazalardan kelib chiqib, ishni demak dissertant demak Sharof Farruh Furqat yo'lini 13.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi texnika fanlari ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun loyiq deb hisoblayman. Rasmiy abonent Buxoro davlat texnika universiteti texnologik jarayon va ishlab chiqarish kafedrasidan rahmat domla. Ulug'bek Murodovich sizga marhamat Ulug'bek Murodovich ko'rsatgan kamchiliklar javob berish uchun so'z Rahmat ustoz. Kamchilikni ishlarini ko'rib chiqarish uchun rahmat aytamiz. Bular bir qatorda ko'rsatilgan kamchiliklar va birinchi ko'rsatilgan javobimiz mazkur taklif inovatga olinib, 1-3 rasmga izoh beruvchi matn qismida tanlangan bakalavriat o'rta kasb ta'lim yo'nalishlari, xususan network sohasi, sun'iy intellekt, bilimlar bazasi, ekspert tizimlari, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, texnologik jarayonlarni modellashtirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish kabi yo'nalishlar bilan bog'liqligi haqidagi qo'shimcha ma'lumotlar keltirildi va natijada keltirib o'tilgan nazar elementlarning network ta'lim yo'nalishidagi tatbiqi va ularning amaliy ahamiyati yanada aniq o'rnatildi. Keltirib o'tilgan tadqiqotning kamchiliklarimiz ikkinchi kamchilik javobimiz mazkur taklif ilmiy va uslubiy jihatdan asosli deb topildi. O'zlashtirish darajasida davomat, yakuniy natija, ko'rsatkichlar alohida diagramma ko'rinishda aks ettirish ularning dinamikasi va o'zaro farqlarning yanada aniqroq tahlil qilish imkonini beradi. Shu sababli dissertatsiya matnini takomillashtirish jarayonida ushbu ko'rsatkichlarni alohida diagrammalar shaklida keltirildi. Ular bo'yicha batafsil tahliliy izohlar berildi. Ko'rsatib o'tilgan 3-chi kamchilikka javobimiz dissertatsiya keltirgan interaktiv o'qitish usullarini ta'lim jarayonida qo'llash mexanizmini alohida sxematik ko'rinishda aks ettirish, ularning o'zaro bog'liqligi, amaliy qo'llash bosqichlari va kutilayotgan natijalarni yanada aniqroq yoritishga xizmat qiladi. Shu munosabat bilan tadqiqot ishini takomillashtirish jarayonida mazkur yo'nalishning qo'llanish tartibi, amaliy mexanizmlarni ifodalovchi jadval va dissertatsiyaga kiritildi. Dissertatsiyada keltirib o'tilgan 4-chi kamchiliklar javobimiz dissertatsiyaning 3-bob 1-chi paragrafda keltirilgan 3.2 jadvalda sun'iy intellekt vositalaridan foydalangan holda talaba va o'quvchilarning texnik sohaga oid fanlarni o'zlashtirishni baholash mezonlari va darajalarida baholash mezonlari ta'lim bosqichlari kesimida alohida yoritilib, ularning o'ziga xos jihatlari keng tasvirlandi. Rahmat, marhamat. Ulug'bekjon marhamat, muhokamaga chiquvchilar bormi? Baxtiyor Asqarov boshlaysiz ustoz. Hurmatli kengash payti, kengash a'zolari mana yuqorida talabgorni ma'ruzatina ma'ruza yuzasidan berilgan savollarga munosabat bildirdilar. Haqiqatdan mavzu to'g'ri. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, ta'limning uzviyligi va ishchilligi bugungi kunda mana shu ta'lim to'g'risidagi qonunda hattoki davlat ro'yxatini ma'lum bir yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilyapti-da, bu bitta. Ikkinchi jihati mana sun'iy intellekt. Çünkü bugün qaysi bir sohani olib qaramaylik, kirib boryapti-da, jumladan biz bilan siz faoliyat olib borayotgan ta'lim tizimi bundan mustasno emas. Mana ba'zi payti bir turib kavlayman-da.
Bana elektron darslar okup, intellekt gösterken ular tinglayman. Avval bildim ki, ijobiy tomonlama kemtik nuqtasi nimalarda? Ba'zi bir darslarni tinglash orqali shunday xulosaga keldimda, buni intellekt deganda mana ko'z oldimda mana osh pichoq boru osh pichoq. Shu ko'z oldimda kelyapti-da. Ana osh pichog'ini olsak, agar osh pichoqdan taloviyda oshxonada foydalansa bir narsa-da. Lekin sovuq qurollarda foydalansa bu bilan nimani oqibatlar bo'lib keladi. Demak, buni intellektdan bu tomondan foydalansak maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Ko'p gapirmayman. Xulosani aytmoqchiman. Xulosa dissertatsiya ham tayyor, dissertant ham tayyor. Mana lekin bunday bahoni har qanday talabgorga bermayman. Chunki talabgorda o'shani kerak nimadir bor-da, nimadir bor. Agar bu yigitni tarbiya qilsanglar, mana shuni mutaxassis chiqishiga ishonchim komil. Men xulosa sifatida aytmoqchimanki, ish yakunlangan, mustaqil bajarilgan tadqiqot sifatida bog'layman. Yuqoridagi har ikkala rasmiy opponentlarning fikrlariga to'liq qo'shilgan holda ishni qo'llab-quvvatlayman va ulardan qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. Omadli. Marhamat, Shahnoz Hikmatullo, so'z sizga. Mana tadqiqotchilarga biroz gapirmoqchiman. Aynan o'sha mavzuni boshlashlaridan to hozirgi kungacha jarayon bilan tanishman. Tadqiqot doirasida olib borilgan o'sha har bitta ilmiy yangilikning amaliy natijasi joriylantirish bo'yicha juda katta ish qildilar. Tadqiqotchi bu bo'yicha e'tirof etmoqchiman va shu jumlada 23 ta ilmiy ishni e'tibor beradigan bo'lsak, 23 ta ilmiy ish aynan dissertatsiyadagi mundarijaning barcha bo'limlarini qamrab oladi. Bu deganiki, demak, har bitta maqola doirasida qilingan ish albatta dissertatsiyada o'z aksini topgan ish dolzarb, mavzu dolzarb, chunki mavzu bo'yicha qilingan o'sha yangilik, joriylanish, qo'yilgan vazifalar ham tadqiqot doirasida amalga oshirilgan. Tadqiqotchi ham tayyor, dissertatsiya ham bu taraflar asosida rasmiylashtirilgan va ishni dissertantni qo'llab-quvvatlayman. Shamsi Muxtarovich, marhamat ustoz. Hurmatli Sadriddin Fazlilovich, hurmatli kengash a'zolari, biz hozir katta diqqat bilan Farruh Furqatovich o'sha dissertatsiya mavzusiga bag'ishlangan dokladlarini eshitdik. Men o'zim juda xursand bo'ldim shunaqa ish bo'layotganligidan. Chunki hozirgi vaqtda sun'iy intellekt barcha sohalarda, shu jumladan mana bizning sohalarga ham, neftni qayta ishlash sohalariga ham, texnologiyasi ham kirib kelyapti. Shu bilan birga ko'rinib turibdiki, sun'iy intellekt yordamida talabalarimizni o'qitish, ularda praktik amaliyot berishga ham imkoniyat kengayapti. Texnika xavfsizlik nuqtai nazaridan ham juda katta ahamiyatli ish deb bilaman. Mana yuqorida bu haqda gapirildi. Shuning uchun buni chegarasi yo'q. Kelajagi nihoyatda keng. Ayniqsa yosh talabalarimizni, mutaxassislarimizni tayyorlash jarayonida. Mana shu texnologik prosesda oladigan bo'lsak, neftni qayta ishlash jarayonida shu kolonnalarda rektifikatsion kolonna bo'ladimi, reaktorlar bo'ladimi yoki boshqa jarayonlar bo'ladimi? Bu jarayonlarni bevosita ko'rib insonlar, o'sha yosh mutaxassislar his qilish darajasi nihoyatda kengayapti. Buni chegarasi yo'q. Bu nihoyatda perspektiv masala. Shu bilan birga mana shu muhokama davrida opponentlarimiz ham Shirinbayev, Sharapovich hamda Ulug'bek akalarimiz ham yaxshi fikrlarni bildirdi. Aytishimiz kerakki, sun'iy intellektni ishlatib xomashyosini agar belgilasangiz, olayotgan mahsulotni ham sun'iy ravishda pasportlarini ham berish mumkinligi, mana shunaqa jarayonlar ham bo'lishligi mumkinligi ko'rsatib qo'yilyapti. Bu ham kelib chiqyapti. Shu narsadan kelib chiqib bir fikr kelinyaptiki, ishlab chiqarish jarayonlarida olingan natijalarda agar sun'iy intellekt ishlatilayotgan bo'lsa, bir qanaqadir belgi berib qo'yishlik ahamiyati borligi ham, bo'lishligi ham, bu narsa ham aktual masala bo'lib kelib chiqyapti. Chunki olinayotgan neftni agar qaysi
jarayondan kondan olinayotgan bo'lsa, o'sha ma'lumotlari bor sun'iy intellekt qanaqa mahsulot chiqarishi, qanaqa xossaga ega bo'lishligini avtomatik tarzda yetkazib berish mumkin. Lekin ishlab chiqarish jarayonida birorta xomashyo ishlatiladigan bo'lsa, ishlab chiqarish jarayonida albatta aralashuv jarayonlari ham bor. Boshqa mahsulotlar kirib qolish jarayonlari ham bor. Misol mana Buxoro neftni qayta ishlash zavodida hozirgi va mahalda 11 turdagi neft xomashyosi kelib ishlatilyapti. Endi har bitta xomashyoga mo'ljallangan rezervuarlar yo'q, bilamiz hammamiz. Bu jarayon albatta aralashish jarayonlaridan birgalikda bo'lib o'tadi. Shuning uchun bu narsalarni ham imkoniyatga olish masalasi aktual bo'lib chiqarilyapti. Men shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, olinayotgan mahsulotlarga, chiqarilayotgan tayyor mahsulotlarga ham shu agar belgilab qo'yilsa, intellektual jarayon ishlatilganmi yo'qligi ko'rsatib qo'yilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi degan bir fikr tug'ilyapti. Shu nuqtai nazardan ham mana qilinayotgan ish nihoyatda aktual deb bilaman. Bu ishlar boshlanishi, men o'ylaymanki, bu jarayonga hammamiz ham nihoyatda katta e'tiborli bo'lishimiz kerak. Nihoyatda amaliy nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega. Men o'ylaymanki, kelajakda agar bu ish davom ettirilsa, juda katta ishlab chiqarishga ham, hammamizga ham katta o'sha foyda beradi degan fikrimiz bor. Men juda xursand bo'ldim dokladni eshitib, men qo'llab-quvvatlayman. Bu ilmiy ishda ovoz beraman, sizlarni ham shu ovoz berishga chaqiraman. Rahmat. Rahmat Shamsi Muxtorovich. Azim Ferg'uliyev marhamat. Kim ilmiy ko'rsatib bir gapiraman deyaptilar, gapirmasizlar buni. Bu kishiga so'rab berdik. O'zim hatto ham men juda ko'p mulohazaga qo'shilmasdim. Sababi doktorantlar bilan bevosita suhbat jarayoni yoki hujjatlar almashish jarayonida men ko'p muloqotda bo'laman va ko'pincha guvoh bo'lamanki, doktorantlar shoshqaloqlik qilib, hujjatda kamchilik qiladi, hujjatni nima rasmiylashtirishda kamchiliklarga yo'l qo'yadi. Lekin o'zi hozirgacha meni 2 yil bo'layotgan bo'lsa, kotibligimda hozir 2 ta doktorant men maqtab ko'rsam, texnika sohasida Uzakboyev Kamal degan yigit bor, Qoraqalpoqda. Ikkinchisi pedagogika sohasi, endi birinchi nimalardan shu yigit. Bular hujjatni bergan payt operativni o'sha vaqtning o'zida mukammal va kamchiliklarsiz yetkazishga harakat qiladigan yigitlar deb ko'rsatish mumkin. Boshqa doktorantlar ham harakat qiladi, bajaradi, lekin bularda operativni, ya'ni tezkorlik juda yuqori. Harakat qiladi, sifatdan ularni yutuq tomoni avtoreferatni ortdan o'tkazishda hammamiz himoya qilganimiz bilamiz. Bir necha marotaba qaytadi-da avtoreferatlarda. Lekin shu ikkitasida avtoreferat biror marta qaytmadi. Shu birinchi marta ko'rib berilganda bu yo'lda tasdiqlanib, ijobiy xulosa bilan kelgan. Endi bu dissertantga tegishli va sohasini o'zi ham, mavzusini o'zi ham ko'pchilikni qiziqtiradigan. 2022-yilda sun'iy intellekt bo'yicha Parijda shunaqa nima bo'lgan. Maktabiga borganda 2022-yilda ular sun'iy intellektga qarshi dasturlarni yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borayotgan. 2022-yilda, hozir 2026-yil, 2026-yilda biz hali endi boshlanish darajasidagi ishlarni qilyapmiz. Men o'ylaymanki, yaqin orada biz ularni nima deydi, qo'yib o'tib, yaxshi ilmiy tadqiqot ishlarini olib boramiz. Deys ishlaringizda ham sizga rivojlanamiz, lekin to'xtab qolish yo'q. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlaymiz va hammani shu qo'llab-quvvatlashga chaqiramiz. Rahmat. Rahmat. Ancha yetarli bo'lsa kerak. Yetarli bo'lsa, keyin mana baxtiyorlikka bir fikr aytay. Har himoyadan keyin chiroyli himoya bo'lsa, bir hafta buklanib, ruhiyat bilan yuraman. Boshqacha himoya bo'lsa 15 kun o'zimga kela olmayman. Og'ir yuraman. Endi hozir o'ylab qarasam, haqiqatan Farruh, men sizga dars berdim, esingizda bor-a? Men bilan bir tortishdi bu yigit. Piroliz masalasi bo'yicha tortishdi. Navoiyda piroliz qurilmasi yo'lida men bularga dars bergan starsiydiz, ha? O'sha paytda faol yigit edi. Endi o'tirib qaradim,
Sizni hozir ishingizni eshitdim, men bir ikkita PhD, ikkita doktorskiy dissertatsiya mavzusini o'zimga belgilab oldim. Va ruhlantirib, odamni nima qildi, haqiqatan ham ish juda yaxshi, dissertant o'zini. Men rais sifatida mana shunaqa ko'p bolalarda anchadan buyon Azimjon. Ruhiyatim yaxshi bo'ldi. Kayfiyatim ham yaxshi bo'ldi. Oxirida kengashni olmasida juda ko'tardik. Kimlar qarasanglar kelib chiqishi bu o'zimizni nima deydi? Sulton suyagini qo'rlamas deganda shohruxxonning yigit ekan bu. Shuning uchun so'rab bo'lsa hujjatini qarab ko'rsam, unchalik o'tkir desam, demak o'sha tepadan keladi, hammasi. Kerak bo'lganda ishlaringizga omad, men juda xursandman. Domlayizga ham rahmat mana shu mavzuni topgani uchun. Men juda ko'p 3-4 mavzuni o'zimga tanlab oldim, pedagogikalar bo'lsa ham juda yaxshi. Lekin neftigan sohasida buni qo'ylaysiz, menga berasiz bu mavzuni. Men o'tishim kerak. Va bolalarga aytishim kerak. Mana shuni ko'paytirish kerak mana shunaqa ishlarni. Endi hamma narsaga davlatimiz laboratoriya, kimyo reaktor boshqa qilmaydi. Sun'iy va Shamsi muhtoj aytganda, sun'iy intellekt bilan matematik modellashtirishni qo'yib, bolalarga sharoit qilib berganlar. Rahmat. Rektorimiz hamma sharoit qilib berganlar pastga. Lekin tushish kerak, hamma imkoniyat bor. Aktyor aka. Bizda u binoda hamma imkoniyat bor. Qana yoshlar kelib o'sha yerda 3D, 3D, sun'iy intellekt bilan chiroyli ishlarasiz. Ishlaringizda omad tilayman, qo'llab-quvvatlasak bo'ladi. Demak, xo'sh. Hisob komissiyasini tarkibini tasdiqlasak, demak, O'rinov Uyg'un Abdullayevich, Do'stov Hamro Bozorovich, Samiyeva Shahnoz Hikmatovna. Samiyeva bo'lmaydilar. Bo'lmasa Said Ahmedov Shamsi Muxtarovich. Bizundan bo'lsa ham ma'qulmi? Birida yo'nalish. Tasdiqlab berishlaringizni so'raymiz. Marhamat, hisob komissiyasi o'z ishini davom ettirib, bemalol farqlaydi. Azimjon, men ro'ziman. Chatga belgilayapsiz. Ro'ziman. Yozib yuboring chatga. Shamsi Muxtarovich. Said Ahmedov. Said Ahmedov. Mana yozib. Ben bir şey Hech kishi bo'ldi. Ha, bitta. Uchta.